مسلمانم پاسدار این دینم یاور ضعیفانم عاشق qalbingizni tuting. Ikki eg'iz dardim bor. Bugun mohiyatga qaytish fursati keldi. Millat o'zini tunishga intiladi ekan, albatta Allohni tunishga majbur. هر جوان این سنگر عزم کفر شکن دارد از مسافشان دشمن لرزه در بدن دارد. Men bugun o'z hikoyamni nihoyatda ilgaridan boshlab so'zlab beraman. Bu hikoyada Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati yiqilgandan keyin Xitoy bosqinchilarining vatanimizga bostirib kelib Uyg'ur musulmonlarga qilgan zulmlari, shu uchirgan zulmdan qochib hijrat qilish uchun Qirg'iziston, Tojikiston, Eron qatorliq davlatlarni piyoda minib Turkiyaga yetib kelish hikoyasi. Turkiyada islomiy bilimlarni olgandan keyin Sharqiy Turkistonga qaytish, u yerga borgandan keyin Xitoy bosqinchilarining qiyin qistoqlarga uchrash qatorliq kommunizm abdubasharasi to'liq namoyon qilinadi. صبر کن صلح شورا عاقبت زما گردد. Tikanlik chambar. Birinchi qism. Mening ismim Abdulloh Yorqin. Kasbim kompyuter injeneri. Men Uyg'uristonning qadimiy shahrida tug'ildim. U shaharni Xotan deb ataydi. Haqiqiy turklarning necha ming yillik ona yurti. U shaharning har xil hikoyalari va dostonlari bor. Naqshlar ularni kuylab hech tugatilmas. U yerning bulbullari sayrasi butun olam sukut bilan tinchaydi. Men bugun hikoya qiladigan so'zlar to'qilma emas, afsona emas va doston emas. Balki yuragi qon bo'lib yuzlar o'z qanidan ayrilgan xalqimning faryodi, ahuzari, arzu armoni, umid arzusudur. U qadimki dostonlarda tilga ilingan Qashqar, Yergan, Kucha qatorliq qadimiy qal'alar qatorida Xotan ham maqtalgan. Bizning g'arbda yashaydigan qarindoshlarimiz quyosh Xotandan parlaydi deb yezishgan. Men ona tuprog'imni qaysi so'zlar bilan ta'riflashni bilmayman. Garchi men bu shaharni 6 yeshimda tark etgan bo'lsam-mu, Xotan bog'larining sahardagi rasmlari bilan iforlarining puroqlari yodimda. Xotanning osmoni yo'ruq, tuproqlari qora, qizg'ish, oltin rang, kumush rang bo'lib, agar hidlasang xushbo'y taraladi. Hatto tuproqqa tayoq tiksangmi ko'klaydi. Bog'larimizdagi mevalar jannat mevalaridek har xil shaklda bo'lib, odamni ajablantiradi. Qur'onda Alloh taolo mundaq deydi: "Iymon keltirib solih amal qilganlarga jannat xush xabarini bering. U jannatning tagida daryolar eqib turadi. U yerda biz jannat ahllariga mevalarni rizq qilib beramiz. Jannatdagilar bu mevalarni yeb ko'rib, bu mevalardan ilgari ham yeganmiz deyishidi." Ha, ularga ana shunday o'xshash mevalar rizq qilib beriladi. Bu Baqara surasidan bir xabar edi. Men o'ylaymanki, Xotan ahlidan jannatga kirgan mu'minlar jannat mevasini tatib ko'rib, yer yuzidagi makonlarni, bog'larni yod etsa, ne ajab. Sularimiz, u yo'llarimiz ko'p. Ziroatlarimiz barakatli, xalqimiz mehnatkash, kamso'z. O'z yurtligimni ko'rib qolsam, yugurib berib peshonasidan so'ygim keladi. Peshonlarda ajrning simosi, qo'llari qapargan, kiyimlari yorishimliq to'n, belida puta va pichoq. Ko'ngli buloq suyidek sop xalqim bor. Her yaxshi so'zga oshiqdek, aldashni bilmaydigan, bir muhtojni ko'rsa vujudi bilan yordam beradigan, quliqini 3 kun emas 30 kunlab tinglaydigan, birarani so'kish so'zini bilmaydi, biror bir nomahramga tikilib qaramaydi, jufti halolini tuniydi. O'g'illarni varisim, qizlarini nomusim deydi. Mana endi masjid va madrasalarni qandoq ta'riflay? Masjidlarning tomlari oltin rangda tovlanadi. Gümbazlarda kaptar höpöp, qarlag'ashlar yashaydi. Munarlari bo'lsa bulutlarga sirini aytib o'tgandek. Munarlari muazzin ovozini xalq quliqiga emas qalbiga yetkazayotganligidan baxtiyor. Masjid hoyillarda rayhon oramgohini aslatadi. Aturgul hidi ko'ngilni shodlantiradi. Tasbih gullari echilib, go'yo subhanalloh deb har nuqsondan pak Allohni yod etadi. Masjid hoyilasiga mevalar tikilgan. Oyvallarning kengligidan poyiz gurkiraydi. Saplar orasida qiroatlarning ovozi jilvinadi. Mehroblarda bo'lsa nur chaqmaydi. Xonaqohlarda ixlos va siddiq uf uradi. İmamları taqvoliqdan aziz,
muazzilari ibodatdan sharaflik. Qavmi beshini sajdaga qo'yganda Robbisiga taslim bo'lib, Robbisiga bo'lgan muhabbat to'lqinlanadi. Mana bu mening ona tuprog'im Xotandir. Ming nadomatlar bo'lsinki, 6 yoshimda dunyoda menga jannat kabi bo'lgan bu yurtimni tark etdim. O'z vaqtida biz haqiqatan oilamiz bilan o'z yurtimizdan qochishga majbur edik. Dadam fizika muallimi edi. U fanniy bilimlarni yaxshi biladi. Davlat idoralarida, chet davlatlarda tunishlar ko'p edi. Xitoy zulmlari oshgan sabab o'z oilasini, o'z jinini, iymonini, melini qutqizish uchun burundan hijrat xiyolida yurgan. Xitoy askarlari Xotanga bostirib kirgach vaziyat qo'ldan ketgani ma'lum bo'ldi. Helim esimda. Dadam yerim kecha bo'lganda safar tayyorligini qilgach, onamga mundoq dedi. Azizam, Xitoy yurtimizni besib oldi. Biz vatanni bosqinchiga berib qo'ydik. Endi qo'g'landi bo'lamiz yoki qochqin. Bu yerda qolsak Xitoyga g'olchi bo'lamiz. Qochsak qo'g'landi bo'lamiz. Farzandlarimizning kelgusini, ham iymonimizni va islomimizni saqlash uchun bu yerdan qochamiz. Tunishlarim bilan deyishib qo'ydim. Bugun Qirg'izistonga o'tamiz. U yerdan Kabulga yo'l olamiz. Kabuldan Turkmen orqali Ironga, Irondan Turkiyaga yetib boramiz. Undan keyin yoki Turkiyada yoki Yevropada muhojir bo'lamiz. Chunki Qirg'iziston va Turkmaniston Sovetning qo'lida. Afg'oniston urush ichida. Iron bizga bir qadar notunish. U yerda ham vaziyat og'ir. Azizam, yo'limiz mushaqqatlik, sabrlik bo'lishimiz kerak, dedi. Onam dadamga nihoyat itoatman edi. Ömrüm davomida har vaqt onamni otamga itoatman holatida ko'rdim. Biror qatim oshman, non ber deb nola qilganini bilmayman. Eg'izidan chiqqan so'zi siz nima desangiz shu bo'ldi. Shuning uchunmi biz farzandlar shuncha ko'ch, shuncha qoch ichida na qo'rqishni, na qiyinchilikni sezmadik. Hijratga mong'inimizda oilamizda 2 farzand bor edi. Akam Solih va men. Ota-onam tayyorlikni tugatib namoz o'qidi. Namozdan keyin uzoq duo qildi. Keyin ot harvaga chiqib tong qorong'usida Qirg'izistonga yo'l oldik. Dadam kuchlik inson edi. Yanada miltiqi bor edi. Barcha yuk taqlarimiz 2 ot harvasini to'ldirdi. Onam va biz 2 o'g'il 3-chi ot harvasiga chiqdik. Dadam birinchi harvani boshqarib mangdi. 3 kun to'xtamay mangdik. Alhamdulillah, bexatar holda chegaraga yetib keldik. Chegaraning u tarafi Qirg'iziston edi. Yuk taqlarimizni yengil tekshirdi. Dadam chegara soqchisiga ko'p pul berdi. Yurtdan qochayotgan bir bizla emas edik. Bu vaqtlarda chegaralarda hozirgidek qattiq tekshirilmas edi. Yo'lini topsa chiqib ketish oson edi. Shuning bilan Qirg'izistonga bexatar o'tib oldik. Bizni dadamning qirg'iz do'sti Baxt Murat kutib turgan ekan. Atam uning bilan quchoqlashib ko'rishdi. Xudoga shukr, bexatar o'tib oldingiz birodar. Siz bilan ham ko'rishdik. Allohga shukr, dedi u kishi. Ular o'zaro parangga tushdi. Dadam harvada, u kishi bo'lsa dadamga yondash ot ustida paranglash qochmoqdi. Bu yerlar tog'liq ekan. To'piliklar, daraxtlar, ko'p yezilar, qarag'aylar, toshlar ichiga chechilib ketgandek. Qirg'izlarning ko'zi qisiq, Xitoylarga ham o'xshab ketadi. Lekin kulib turishi, bag'rini echishi Xitoylardan farqli edi. Xitoy mening bolalarcha tasavvurimda vahshiy maxluq edi. Dadam Xitoy bosqinchilari deb ataydi. Ovozida bir nafratni bayqar edim. Gudak ingimga ana shu chunqur nafrat singan edi. Dadam yomon ko'rayotgan bu odamlarning hammasini yomon deb ishonganman. Xotanda uyimizga dadamning do'stlari yig'ilganda Xitoyning zulmi, haqsizligi haqida o'z Uyg'urlarimiz ularga xizmat qilayotganligi to'g'risida paranglashadi. Men mehmonxonamizning bir bulonida bu suhbatlarni tinshig'ach oxiri uxlab qolatdim. Shu vaqtlarda bu gaplardan ko'p ma'nolarni tushunammisanmi? Deyishgan so'zlar xotiramga saqlanib qolavergan. Aqlimga kelib yaxshi yomonni farq etgidek bo'lganimda bu so'zlarni xotiram ombiridan bir elib ma'nosini yashdim. O'rgandim. Ko'p narsalarni tushundim. Biz menvatgan Qirg'iz yurtining To'qmoq degan shahri ekan. Bu joyning odamlari o'zimizning yurtining odamlariga bakma o'xshaydi. Men kichik bo'lganim uchunmi hech kimdan yatsirmadim. Akam hammaga yatsirib qaraydi, tartinadi. Dadam kulgach, "Nimaga tartinsan Solih?" deb so'raydi. Qirg'izistonga kelguncha yo'lda ko'rganlarim hozirgacha yodimda. O'ralgan bug'doyliqlardan, tuz ketgan dalalardan, ozoda ixcham yezilarni oralab yurganimiz. Dadamning atrofga qarab, rasoh tartqini ham yodimda. Qirg'izistonga o'tishimiz bilan bu g'amkinlik yo'qoldi. Aslida yo'qolmagan ekan. Bu g'amkinlik hammamizning ichiga, qalbimizning cho'nqur qatlamlariga o'rnagan ekan.
kelajakda ruhiyatimiz chayqalib, vujudimiz larziga kelgan hollarda bu g'amkinlikning qalbimizdan chiqib yuzlarimizga chiqishini o'ylab boqmagan ekanmiz. U chaqlarda men va akam bu ahvollar aqlimiz bilan anglamaganimiz aniq. Biroq ruhimizda bir ezginlik bordek edi. Balkim undaq bo'lmagandi. Keyinchilik o'zim bu tuyg'uning mavjud bo'lganiga ishonib qolgandiman. Lekin shubhisizki otam va onam o'z yurtlaridan chiqib ketish iztirobini cho'nqur his qilishgan edi. To'qmoq shahrida yotadigan bir o'rinni tepib, bir kecha bir oilada mehmon bo'ldik. Otlarimizni harbidan chiqarib, ularga yem berdi. Men cho'ng ho'ylada qang'ichi o'ynadim. Biz tushgan uyning ho'ylasi nihoyat cho'ng bo'lib, o'ttirdan ikkiga bo'lingan. Kichikroq qismini tashqari ho'yla, cho'ngroq qismini ichki ho'yla der ekan. Namahram erlar ichki ho'ylaga kirmaydi. Ayollar bu tarafga chiqmaydi. Biz bolalar uchun bunday chegara yo'q. Biz kichik bo'lganimiz uchun hamma ko'nglimizga qaraydi. Akam mendan adablik va yovashroq edi. Qayerda o'ltir desa shu yerda o'ltiradi. Bir ishqi buyursa yo'q demaymanatdi. Men o'yinchiroq erkak edim. Ichki ho'ylaning orqa tarafi otxona ekan. Otxonaning ustiga quruq biyda besilgan ekan. O'ng tarafida ko'p to'g'ularni boqar ekan. Hech kimning tanbeh bermasligidan foydalanib otxonaga kiratdim. Otlar bilan gaplashatdim. Otboqar buni ko'rib kulib qo'yatdi. Ondan to'g'uxonaga o'tatdim-da, tuxum tug'iyotgan to'g'uni o'rkitib, uningdan ochiqlanib menga etilgan xo'rozga men hujum qilatdim. Keyin bidaxonaga chiqatdim. Ustida atrofga qarab, cho'ng odamlardek qo'limni orqaga qo'yib, cho'ng odamlarning qursiqini oldiga chiqarganini do'rmoqchi bo'lib, yo'q qusqimni oldimga chiqaratdim. Keyin yana ichki ho'ylaga kirdim. Ayvonda ko'p ayollar o'ltirgan ekan. Bir narsalarni deyishib, ko'proq onamga ko'ngil bilgan. Buningdan xursand bo'lib, onamga nimalarnidir deb erkiligim keldi. "Ana, navbat bering" deb chaqirdim. Hamma ayollar menga qaradi. Onam xijil bo'lib ketdi. "Voy balam Abdullah, adabsiz bo'lma" dedi. Onamni yeniga elib o'tirgan yoshli cho'ngroq ayol kuldi. "Qizim, xijil bo'lma. Bola degan sho'x bo'lsin-da, qani kel, ol buni" dedi. U yoshda cho'ngroq ayol yo'g'on gulli kiyimlar, beshida uzun tumuqi ranglik raxtlar bilan bezalgan, ustidan ro'mol tashlab bo'yinlarigacha etib olgan edi. Men u ayolning oldiga asta yugurib bordim. Bu ayol meni erkilatib quchoqladi, peshonamga so'ydi. Bu ayolning qo'lida bileziki, barmoqlarida uzuklar bor ekan. "Umring uzun bo'lsin bolam, aylanib ketay. Navbat yemsan, mana ol, ye" dedi. "Rahmat cho'ng opa" deb qo'yib navbatni oldimda, o'ynaqshib cheshidagi ho'yla tarafga yugurdim. "Voyay, nimandaq tatliq bola bu? Texi rahmat cho'ng opa deydi-ya" deb orqamdan hamma ayollarning go'rida kulgan ovozi anglandi. Cho'ng ho'yla atrofida 30 yosh teraydigan kichik etiz bor ekan. Uning atrofida yo'g'on o'sgan uzum tollari bor ekan. Uning soyasidagi sobida bir qancha erlar paranglashib o'tiribdi. Akam shu yerda ekan. Dadamning yanada tizlanib, adab bilan xuddi ularning gaplarini tushunayotgandek anglab etibdi. Buni ko'rib, mening anglab boqqim keldi. "Dada" dedim-da, supaga yugurdim. Supada o'ltirganlardan yoshroq bir yigit meni ko'tarib supaga chiqardi. Men dadamning yeniga berib o'tirdim. O'ttirda pakar taxtiliq dasturxonda meva va non, go'sht bo'lib, supa ustiga parda tortilgan ekan. Men bu pardani uchib yurgan qushlardan biridan tupichanglar tushmasin degan o'xshaydi deb o'yladim. Dadam so'zlayotdi. Boshqalar bo'lsa dadamning so'ziga quloq solib o'ltiradi. Men mujimada o'ltirib quloq soldim. Alixon To'ra janoblari bir qadamlab qilgan suhbatlarida nihoyat echingan ekan. Yoqubbek tuzgan 7 shaharning qo'ldan ketishi Uyg'urlar hurligining tugishi bo'ladi deb. Xitoyda yaqingacha Uyg'urlarning ahvoli og'irroq edi. Mavzudan Xitoy taxtga chiqmasdan ilgari Uyg'ur davlati qurishning qulay fursati bo'lgan. Afsus, qo'mondonimiz Alixon To'ra janoblarining buyuk niyatlari amalga oshmadi. O'ylashimcha hozir Toshkentning tinch emaskan deb so'radi dadam. Shundoq Alixon To'ra janoblari Toshkentning Ko'kchi mahallasida istiqomatda bo'lib o'tibdi deb angladim deb javob berdi. Yengakida 3-4 tal saqli bor odam. Uning salomatlik ahvoli qanday ekan deb so'radi. Yaqindan buyon ozroq og'rib qolgan ekan. Biroq uningga qaramay taliblarga ilm berish va kitob yozish ishlaridan to'xtamagan ekan. Muhammad alayhissalomning tarixi degan tarix kitobini farschadan turkchaga tarjima qilib yozib o'tibdi. Va yana mushu kunlarda Turkiston qayg'usi degan bir asar yozib o'tibdi deb angladim deb javob berdi heliqa odam. Alloh xayrli qilsin.
U kishi Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati e'lon qilinganda qo'lida 50 ming mujohid bor edi. U kishini tutqun qilib olgandan keyin ko'p ixtiloflar bo'ldi. Shayxga itoatli bo'lganlar o'zaro ixtilof qilishdi. Xitoy boshlab kelgan armiyaga qarshi bo'linib ketdi. Halbuki Alixon To'ri bu qo'shinni boshlab chiqqanda har bir askar bir shir edi. Xitoy armiyasi qo'rqib qochgan edi. U ulug'vor voqealar bugun bir o'tmish. Kelgusidagilar agar aqli bo'lsa, uningdan ibrat oladi xolos. O'ltirayotganlardan birisi. Biz nima uchun bu imkonni qo'ldan ketkizib qo'ydik deb ko'p o'ylanaman dedi. Bu ne'matga loyiq bo'lmadik. O'rlikka, bir davlatga, bir yo'l boshchiga loyiq emas edik. Alloh bizni mahrum qildi. Qanday qilsak munosib bo'lishimiz mumkin deb so'radi hiliqa odam. Allohning dinini o'rganamiz, amal qilamiz. Dushmandan qo'rqmaslikni, urushni, xato qilmaslikni, ittifoqlikni, birlashishni, itoatni, sadoqatni, mardlikni, mardlarcha o'lishni o'rganamiz. Ondan haqiqiy yashashni boshlaymiz va shu buyuk darajaga chiqamiz inshaalloh. Bo'lmasa xorliqda qilaveramiz. Sabit Damollam shundoq ta'lim bergan. Biroq biz bu ta'limni olmadik. Suhbat uzun suzilib, hatto sham vaqti keldi. Hammaylar namoz o'qidi. Akam va menmi o'qidik. Kechlik tomoqdan keyinmi suhbat to'xtamadi. Soqolsiz bir odam Alixon To'ri janoblari aytar ekanki, xatar bo'lsa meni yo'qlab kelmang. Mahallalarda doim sovet josuslari aylanib yuriydi. Kelganni ham, ketganni ham tekshirarmish. Tarixiy sirat kitobini tarjima qilib bo'lganda, unimi o'g'irlab ketibdi nankorlar. Ustozning suhbatlarida yer yuzida Allohni inkor qilgan birinchi tuzum shu Xitoy tuzumi bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning barcha so'zlari haq. Xulafa'ur Rashidlar o'tdi. Sultonu amirlar o'tdi. Zolim podshohlar o'tdi. Oxirgi zamon islom nusratiga yaqinlashib qoldik deb aytar ekan. Inshaalloh. Bu mazlumlarga bir hurriyatdir deyishdi. Ularning suhbati yana qanchalik davomlashdi bilmayman. Chunki tashdek qetib uxlab qoptiman. Atsi Xo'rozning chillishi bilan uyg'ondim. Ho'ylar supurilgan, rayhon hidlari taralgan. Qushqoch, qarlig'ochlar vichirlaydi. Dadam bo'lsa Qur'on o'qiyotdi. Nashti qildik. Qaymoqqa issiq nonni cho'kirib yevoldim. Sarmoy qo'shilgan qaynoq sutni ichdim. Akam o'z odati bo'yicha oz yeb, oz ichdi. Safarimizni davom qilish uchun kun qizarmasda yo'lga chiqdik. Dadamning plani bo'yicha Turkmanistonga qarab mongan edik. Albatta bizni kutayotgan qandoq sinoqlar bor, buni bilmaydik. Shu vaqtda qo'rqmasdan shu safarga otlangan dadamning jasoratiga qoyilman. Ot harvasiga chiqib, minglab chaqirimlik safarga chiqish uchun inson naqadar botir bo'lish kerak. Niyat xolis bo'lgan ekan, sanoqsiz sinoqlar faqat bizning foydamizga xizmat qiladi. Turkman chegarasidan o'tib bir oz yurdik. Anam, akam va men yo'l yoqsidagi daraxt tubida qoldik. Dadam otga minib qayergadir ketdi. Anam bilan akam o'ziga ish topdi. Eriqdan suv elib, narsalarni yuvdi. Yuk taxlarni tartiblashga boshladi. Biz tushgan joydan 300 metr yiroqlikda chedir uy ko'rindi. Atrofida balalar o'ynab yuratdi. U yerdan bir ayol chiqib, nimalarnidir so'zlab qo'yib kirib ketdi. Bir ikki qatim bizga qarab qo'ydi. Eriq deginim daryodan kichik, atrofida tol, majnun tol, sugat, qapoq terak, chimlar o'sgan. Yo'llar shig'illiq. U yerdan yovvoyi hayvonlar o'tib turadi ekan. Bundoq hayvonlarni Xotanda ko'p ko'rmaganmiz. Kaynidan tutun chiqadigan o'choq. Suv qayerdan kelib, qayerga ketadi belgili bo'lmaydigan eriqlar. مسلمانم پاسدار این دینم یاور ضعیفانم عاشق qalbingizni tuting. Ikki eg'iz dardim bor. Bugun mohiyatga qaytish fursati keldi. Millat o'zini tunishga intiladi ekan, albatta Allohni tunishga majbur. هر جوان این سنگر عزم کفر شکن دارد از مسافشان دشمن لرز در بدن دارد.
Men bugun o'z hikoyamni nihoyatda ilgaridan boshlab so'zlab beraman. Bu hikoyada Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati yiqilgandan keyin Xitoy bosqinchilarining vatanimizga bostirib kelib Uyg'ur musulmonlarga qilgan zulmlari, shu uchirgan zulmdan qochib hijrat qilish uchun Qirg'iziston, Tojikiston, Eron qatorliq davlatlarni piyoda minib Turkiyaga yetib kelish hikoyasi. Turkiyada islomiy bilimlarni olgandan keyin Sharqiy Turkistonga qaytish, u yerga borgandan keyin Xitoy bosqinchilarining qiyin qistoqlarga uchrash qatorliq kommunizm abdubasharasi to'liq namoyon qilinadi. صبركن سلح شورا عاقبت زما گردد. Tikanlik chambar. İkinci qism. Yaqin arada birer yezi ko'rinmaydi. Akam bilan men chumililarni tomosha qildik. Mening chumililarning suvda qandoq uzishini ko'rgim keldi. Shuning bilan daraxtning yuparmoqini elib, chumililarning yo'lini to'sdim. Bir necha chumili yuparmoqqa chiqdi. Ondan yuparmoqni sovuq qo'yib berdim. Yuparmoq mening nazarimda chumililar uchun kema edi. Bu kemining eriqda o'zishini tomosha qilib, suvning eqishini bo'ylab yugurdim. Orqamdan onamning ovozi anglandi. "Abdullah, yiroq ketma bolam", dedi. Bu vaqtda kema suvning o'tirisiga ketib qolgan edi. Men chumililarni o'z holiga qo'yib, onam tarafga qarab yugurib berib, "Ana, non yeyman", dedim. Anam bog'chimizdan arpa bug'doyda yoqqan nonni elib berdi. Men eriqning yeniga keldim. Nonning yerimini akamga berib, o'zimning ninini suvga cho'kirib, qattiq nonni yumshatib yeyishga boshladim. Yiroqda ko'ringan chedir uydan bir mo'may chiqdi. Orqasida bizga qarab qo'ygan yeriqa ayolmi bor ekan. Mo'may yeriqa ayoldan bir narsalarni so'radi. U ayol bizni ko'rsatib javob berdi. Mo'may biz tarafga qarab keldi. Anam u mo'mayga salom qildi. "Assalomu alaykum ana", dedi. Mo'may o'z qizini ko'rgandek onamni quchoqlab, "Va alaykum assalom qizim", dedi. "Musofirmisizlar?" "Ha, musofirimiz ana. Biz Uyg'urmiz. O'g'lingiz ulag'iz deb ketdi. Yukimiz og'ir, yo'limiz uzun." "Voy, qizim", deb turkman ana astoydil echindi. Men turkmanlar yurtida ekanligimizni bilganim uchun Mo'mayni xiyolimda turkman ana deb atadim. "Musofirlikda Alloh qo'ydisin qizim. Biz turkmanlar cho'lma-cho'l yurimiz. Ömrimiz sahroda o'tadi. Bizga bular hech bir og'ir tuyulmaydi. Lekin vatanidan chiqqan odamga qiyin. Man qizim, bizdan chedirg'i bormiz", dedi. Anam ikkilanib, "Ana, yuklarimiz bor. O'g'lingiz kelib qolsa, yuklaring o'rnida medirlamaydi. O'g'lim kelsa, mana bu navalarim xabar qiladi. Ma", deb takrorladi turkman ana. Biz uningga ergishib chedirga kirdik. Chedir ichi keng va salqin ekan. Yerda gullik yumshoq gilam silingan. Ko'rpa o'rnida terilar bo'lib, turkman onaning taklifi bilan yumshoq teri ustida o'ltirdik. Turkman ona duo qildi. "Allohim, siz musofirlarga yordam bersin. Cho'llarimiz mo'l o'tloq, qo'ylarimiz sutlik, semiz va go'shtli bo'lsin. Amin." O'tirisiga silingan dasturxonda yumaloq non, qoq va har xil mevalar bor ekan. Mo'may gap qildi. "Qizim, Uyg'urlar yeyadimiz tamoq yemamdi. Turkmanlar uyga kelgan mehmonni dasturxonga boshlaydi-da, yeyademaydi. Shunga xohlagancha o'zing elib ye. Bizda ayib bo'lmaydi. Agar yemasang buni biz ayib olamiz", dedi. Anam nonni parchaladi. Ondan qapoqdan sapal qochig'i qetib qo'yib akamga menga berdi va o'zimi yeb ichdi. Turkman onam biz bilan birga choy ichdi. Tamoq vaqtida hech kim gap qilmadi. Tamoqdan keyin onam bilan turkman ona qorong'i tushdi. Biz bolalar teshiga chiqdik. Boshqa bolalar bilan tezda tanishib, chiqishib o'yinga berilib ketdik. Kechga yaqin dadam qaytib keldi. U otda emas, o'zi yurar uloqda keldi. Yük taqlarimizni shu o'zi yurar uloqqa ortdik. Turkman onaning o'g'illari bizga yordamlashdi. Turkman ona bizga bir narsalarni berdi. Onamni quchoqlab so'ydi. Bizni ham quchoqlab so'ydi. Ondan yo'llaringlar uzun ekan, oson bo'lsin. Mushkulotinglar yo'q bo'lsin, deb duo qildi. O'zi yurar uloqning orqa tarafi yo'gilgan ekan. U yerda yük taqlarimizni qo'yib, bizmi shu yerda o'ltirgan joy rastladik. Keyin o'zi yurar uloq bir silkinib yurib ketdi. Men dadamning yeniga qisildim. Akam onamning yenida o'ltirdi.
Biz shu mang'ancha biror shahar yoki yezada to'xtamadik. O'zi yurar uloq to'xtamay yo'l yurdi. Bu o'zi yurib uloq 12 odamni elib yurar ekan. 3-kuni biz mang'itib men uxlab qoptiman. Keyin uloqning qattiq silkinishidan uyg'onib ketdim. Qarasam dadam va onammi uyg'onib teshidagi ovozga quloq serib o'tibdi. O'zi yurar uloqning sirtidan qo'pol ovozda: "Mashinada nima bor? Bor narsangni chiqar. Yoki beshingni o'zaylimi? O'liging cho'lda qoladi. Bo'rlar yeb ketadi. Mashinang ham bizga qoladi" degan ovoz anglandi. Shofir yolvorgan ohangda: "Mashinada hech narsa yo'q. Bir musofirning oilasi bilan bolalari va yuktoqlari bor. Men ularni manziliga yetkazib qo'yish uchun ketyapman" dedi. "Bizni quruq gap bilan aldamay, mashinaning orqa yuk xonasini och" deb vaqirdi. Ondan o'ltirgan o'rnimizning orqa tarafi ochildi. Sirt tarafdan mash'al tutgan otliq kishilar ko'rindi. Ularning qo'lida miltiqi bor ekan. Onam va biz qo'rqib ketdik. Dadam bizga qarab: "Qo'rqmanglar" deb qo'yib o'zi pastga tushdi. Bu kecha vaqti edi. Osmon va atrof jimjit. Osmonda to'lin oy, yulduzlar chaqnaydi. Cho'lning tinch muhiti nihoyat surlik edi. Ana bolalar gullik kiyizga o'randi. Onam, akam ikkimizni mahkam quchoqlab oldi. "Ey hammaga qodir Robbim, bizni o'z panohingda saqla. Ey mehribon Robbim, bizni o'z holimizga tashlab qo'yma. Ey hammaga qodir Robbim, ey rahimlik Robbim, bizni himoya qil." Onam to'xtamay pichirlab shundoq duo qilar edi. Onam bizni shundoq chin quchoqlab oldiki, hatto yurak so'qishlarini quloqimga o'nglanib turar edi. Ahvolning xatarlik ekanligini his qilib, ishimdan qo'rqqanimdan nafas erishim qiyinlashayotgan edi. Pastda dadamning yo'l to'sqichilar bilan bo'lgan suhbati o'nglanar edi. "O'g'larim, ayolim va 2 bolam bilan meng'otman. Men Uyg'ur, Xitoy zulmidan qochdim. Yenimda borini yo'l xarajati uchun sarf qildim. Bu uloqni bozordan setib oldim. Eri ham manzilim yiroq. Shundaqmi? Qayerga ketyapsan?" "O'g'larim, Eronga o'tishim kerak. Keyin Turkiyaga." "Turkmanistonda turaver. Turkiyada nima qilasan? Nimang bor u yerda?" "O'g'larim, ey, egisini tunimaydigan zamonda birmi tunish odaming yo'q. Turkiyada sana nima bor?" Dadam jimib qoldi. Nihoyat surlik ovozda: "Ey musofir, isming nima?" "Ismim Ibrohim. Ibrohim Yorqin." "Yaxshi, Ibrohim Yorqin. Gapimni angla. Sen chiqqan bu mashinani ruslar ko'p ishlatadi. Sen ketayotgan bu yo'lda ruslar ko'p. Ular bu yo'l bilan nesha ko'k tamakini Afg'onistondan elib Eronga, Qirg'izistonga, Qirg'izistondan Mo'ng'ullarga va o'zbeklarga sotadi. Biz insofsiz qaroqchi emas. Faqat bu yerdan yomon niyati o'tgan yoki islomning dushmani bo'lgan kofirlarning narsa keraklarini elib olib, ularning adibini beramiz. Hozir ahvol og'irlashdi. Rus Afg'onistonga qo'shin kirgizadi deyishyapti. Sen bo'lsang Xitoy zulmidan qochdim deysan. Men mazlumni bo'lmayman. Rostini ayt. Turkiyada kimni nishon qilib ketyapsan? Agar gaping rost bo'lsa, Turkiyagacha bexatar berishingga yordam qilaman." "Og'a, men nishon qilib mangan odam hayotmi yoki tirikmi bilmayman. U nihoyat yuzlik odam. Dadam uning mujohidlardan bo'lgan." "Dadam mujohid bo'lganmi?" "Ya qodir Alloh. Dadamning ismi Qilichbek Mujohid edi. U musulmonlarning qo'mondoni Yoqubbek qo'shinida bo'lgan. 7 shaharni yo'qotgandan keyin dadam ona yurti Xotenga qaytdi. U vaqtda dadam yosh navqiron yigit ekan. Keyin yashi 70 ga yetganda Farg'onada kofirga qarshi bir necha qo'mondonlar jihad qilibdi deb anglaydi. Farg'onaga kelib, G'arbivodagi bargohga boradi. U yerda Sher Muhammadbek qo'mondonga yordamchi bo'ladi. Dadam askarlari ichidagi beshi cho'ng kishi edi. Yoqubbek cho'ng davlat askarlaridan olgan tajribasini ham ishga solib, oppoq soqollari bilan Rusga qarshi ko'p urushib, shahid bo'lgan. Sher Muhammadbek bu vaqtda ko'p qayg'urgan. Dadamning birdan bir o'g'li dadasining shahodatga erishganini anglab, G'arbivoga kelgan. U mening dadam Xolid Mujohid edi. Unimi Sher Muhammadbek o'z lashkarlariga qatqan. Ko'p urushlardan keyin qo'mondonlarning lashkarlari tarqalib ketdi. Kabulga chekinishga majbur bo'lgan qo'mondon Sher Muhammadbek dadamga "Yurtimga qaytib ket" deydi. Dadam Xotenga keldi. Bular mening ozroq esimda qolgan edi. Keyin dadam yana urushga kirdi.
Bu qatim dadam Alixon To'rining lashkarlari edi. Keyin Alixon To'rini yolg'on kelishim bilan Moskvaga elib ketdi. Lashkarlar bossiz qoldi. Buningdan Xitoy ko'p foydalanib mujohidlarga qarshi har xil hujumlarni elib bordi. Dadam shu janglarda shahid bo'ldi. Bizning ajdodlarimizning hammasi kofir bosqinchilarga qarshi kurash qilib keldi. Bizni bosqinchi hukumat yaxshi taniydi. Xitoyga Mao Zedong rais bo'ldi. Xarob bo'lgan davlatni qayta qurdi. Endi navbat Uyg'ur o'lkasiga keldi. Ularning birinchi ishi ilgirki kurashchilarning avlodini qirish bo'ladi. Shuning uchun yurtimdan qochib chiqdim. Turkiyada men niyat qilib menayotgan odam donglik mujohidlar sardori qo'mondon Sher Muhammadbekdir. İbrahim, jigarim, shuni bilginki men g'arbivoliq mujohidning avlodiman. Sher Muhammadbek Kabulga kelganda bizning oila uning bilan birga edi. Qo'mondon Istanbulga ketdi. Biz Afg'onistonda qoldik. Keyin u yerda hayot kechirdik. Biroq tinchsizlik to'xtamadi. Har xil bosqinchilarga qarshi urushib yuryapmiz. Bir tarafdan Rus, bir tarafdan ingliz tahdid silyotdi. Yaqinda Afg'on yurti keng jang maydoniga aylanishi mumkin. Rus bizga qo'shin kirgisi xalq jim turmaydi. Afg'onlar bo'sh xalq emas. Bosqinchi kelsa chekinib qochadigan. Ular qo'lidan kelgan qarshilikni qilib qo'yib, ondan keyin qochadi. Men bu yerda shir yurak yigitlardan jamoat tuzdim. Turkmen cho'llarida kofir Rusning mollarini bulayotimiz. Rus bu yurtni besib olib rahat ko'rman desa, ham xiyol qilibdi. Turkistonni kofirga berib qo'ydi. Ammo bu yerga qadam bostirmaymiz. Qadam bossa bu yerni jahannamga aylantirib beramiz. Amin, dedi dadam. İbrahim, niyetin Turkiye hicret etgan. To'xtab qolma. Sana pul berman. Safarangda ishlat. Men o'rnimdan turdim-da, taxta orasidan pastga qaradim. Bir necha otliqlarning o'tirdi dadam va nihoyatda bestlik odam gaplashib turgan ekan. Aman bo'l jigirim, degach yo'l to'sar dadash dadamni bag'riga bosdi. Ondan biz yo'limizga mangdik. Sharq osmoni avval kulrang tus oldi, keyin ko'kardi, sag'ardi, oqardi va quyosh chiqdi. Biz yo'lda ketayotgan edik. Yo'l to'sar dadash va'dasiga vafo qildi. Ironga o'tdik. U yerda bizni boshqa mashina elib mangdi. Ironda nihoyatda ko'p shaharlarni besib o'tdik. Dadam aytgandek ba'zi shaharlarda tinchsizlikni ko'rdik. Odamlar ko'chalarda to'plashib varqirar edi. Ba'zi shaharlarda o'q ovozlari chiqyotdi. İran ichida 10 kun yo'l yurib, keyin Istanbul yo'liga kirib keldik. Onamning deb berishicha, yemak-ichmaklarimiz, naqd pullarimiz qolmay, hatto dadam yuklarimizni yo'lda setishga majbur bo'lgan ekan. İrandan Iroqqa o'tishga to'g'ri keladi. Iroqda mol-mulklarimizni pulga qilishga boshlaganmiz. Onamning deb berishicha, Istanbulga kirishda hushimda ketibdiman. Yoz edi. Bu yerlar dengizga yaqin bo'lganligi uchun issiq harorati odamni ruhsiz qilar ekan. Dadam her tarafga yugurib ko'chadagi har bir odamdan doktor izlabdi. Odamlar İhsan Hakim degan kishining yeniga berishga buyuribdi. U chaqlarda Istanbulda ham o'zi yurar uloq kim ekan. Shundoq bo'lsa-mu, musulmonlar sizdan oilamdagilarni İhsan Hakimning uyiga olibdi. Dadam meni ko'tarib İhsan Hakimning hovlisiga yuguribdi. İhsan Hakim bu vaqtda kasal ko'rayotgan ekan. "Doktor, balam hushsiz. Balamga qarang", debdi. Anam romalining bir uchini tishlab, bir uchi bilan ko'zlarini yetib, unsiz yig'layotgan ekan. İhsan doktor bestlik, chas soqollari oppoq, yuzi nurliq odam ekan. O'zi qarayotgan kasalni shogirdiga topshiribdi-da, tezlik kelib meni qo'liga olibdi. "Robbim yordamchi bo'lsin. Qo'rqma o'g'lim. Balang Allohning izi bilan shifo topqay." Keyin meni sufida yotqizibdi. Kiyimlarimni yeyishib, badallarimni ho'llati bilan aytibdi. Ko'zimning ichiga, og'zimga qarab yurak so'qishimni tingshapti. Har xil tekshirishlarni qilgach, to'xtamay duo qilibdi. Burnimga qandoqdir paxtini tutibdi. Ondan hoshimga kelib medirlabdiman. Keyin qandoqdir bir damlama doridan bir qo'shiq ishkizibdi. Keyin ota-onamga, "O'g'lim, ayolingni elib qunalg'imizga o'rlashqin", debdi. Ondan shogirdlarga buyurib, "Mehmonni qunalg'imizga boshlanglar. Ishlarga yordamlashib barcha hojatlarni ravo qilinglar", debdi. Onamning deb berishicha, qunalg'i bek cho'ng bo'lib, namrat oilalar, yetimlar, tul ayollar hammasi uchun ayrim ajratilgan ayrim xonalar bor ekan. Qunalg'ida ota-onam yuyinib, tomoq yebdi, kiyimlarni almashtiribdi. Biroq onam mening haqimda ko'p o'ylab, tomoqqa hech narsa tetimabdi. U faqat mening g'imimda ekan. İhsan efendi meni yolg'iz bir ayrim xonaga o'rlashtiribdi. Hech kimni ko'rgizmay o'zi davolabdi. 3 kundan keyin onamga ruxsat beribdi.
Anam yenimga kirsa oppoq bo'lib pokiza joyda yotgan ekanman. Anam xushalligidan rosa yig'labdi. مسلمانم پاسدار این دینم یاور ضعیفانم عاشق qalbingizni tuting. Ikki eg'iz dardim bor. Bugun mohiyatga qaytish fursati keldi. Millat o'zini tunishga intilar ekan, albatta Allohni tunishga majbur. هر جوان این سنگر عزم کفر شکن دارد از مصافشان دشمن لرزه در بدن دارد. Men bugun o'z hikoyamni nihoyatda ilgaridan boshlab so'zlab beraman. Bu hikoyada Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati yiqilgandan keyin Xitoy bosqinchilarining vatanimizga bostirib kelib Uyg'ur musulmonlarga qilgan zulmlari, shu uchirgan zulmda qechib hijrat qilish uchun Qirg'iziston, Tojikiston, Eron qatorliq davlatlarni piyoda minib Turkiyaga yetib kelish hikoyasi. Turkiyada islomiy bilimlarni olgandan keyin Sharqiy Turkistonga qaytish, u yerga borgandan keyin Xitoy bosqinchilarining qiyin qistoqlarga uchrash qatorliq kommunizm abdubasharasi to'liq namoyon qilinadi. صبر کن سلح شورا عاقبت زما گردد. Tikanlik chambar. 3-qism. İbrahim Yarqin oilasi bilan Ehson apandining qunolg'usida bir necha kun turib qoldi. Bu yerga kelgandan keyin İbrahim Yarqin Ehson apandining taqvodor kishi ekanligini bildi. Kishilar bu kishini hurmatlab Shayx Ehson Hakim deb ataydi ekan. Ehson apandi tevib va hikmat berilgan kishi bo'lib, odamlar u haqda Shayx Ehson ko'ngil shifosi, tibobatda vujudi davosi deb atashar ekan. Shayx Ehson apandining yuzlab shogirdlari bo'lib, har bir shogirdiga turli ilmlarni o'rgatgan ekan. O'zi yashaydigan ho'yda nihoyatda cho'ng bo'lib, shu ho'yda ichida musofirxona, madras, shifoxona soldirgan bo'lib, uningdan boshqa yana xonaqohmi bor ekan. Xonaqohda har kuni Shayx Ehsonning ilm tahsil darslari bor edi. Hardoqqa chiqqan Ibrohim tushdan keyin Shayx Ehsonning ilm suhbatini anglash uchun xonaqohga keldi. Xonaqoh ozoda, ichi cho'ng va kengri. Tomlari oppoq bo'lib, tomlarda na naqsh, na yozmalar, na zinnatlashlar yo'q edi. Xonaqohning qibla tarafida mihrab, mihrabning o'ng tarafida munbar bo'lib, u munbarda birer tolma gulga o'xshagan zinnatdan asar yo'q edi. Muxlis, taqvodor kishilar va taliblar bilan xonaqoh to'shib ketgan edi. Mihrobning o'ng tarafidagi tomning bir chetidagi kichik eshikdan Shayx Ehson bir oz egilib kirib keldi. Xonaqoh jimjitlikqa cho'mdi. Shayx asta-asta menib munbarga chiqib o'ltirdi. Shayxning kiyimlari uzun va keng-kengri, sallasi kichik, rangi qora bo'lib, Shayxning qo'lida tasbih ko'rinmaydi. Shayx Ehson munbarga chiqqach bir nuqtaga qarab bir oz sukut qildi va shu holatda 2-3 minut o'tdi. Shayxning ovozi xonaqoh ichiga tarqaldi. Bizni mu'min musulmon qilib yaratgan, islom ne'mati bilan ne'matlantirgan, bo'ldisa nimani xolisi shu bo'ladigan, har bir ishi hikmati bilan go'zal, qudrati bilan mukammal bo'lgan dunyoda jimi mavjudotga, oxiratda mu'minlarga rahmat qiluvchi Ar-Rahman, Ar-Rahim bo'lgan Allohga cheksiz maqtosh va madhiyalar bo'lsin. Bandaning Allohga bo'lgan itoatidan boshqa, uningga hamd aytishdan boshqa bir ishi yo'qdir. Ya Rabbimiz, bizni o'zingga hamd tasbih aytquchi bandalaringdan qilgin. Amin. Bütün dunyoga islom ne'matini ato qilgan, olamlarga rahmat bo'lgan, islomda yashamoqning namunasini o'z hayoti bilan ko'rsatib bergan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, oila tavobatlarga, ashablariga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Ya Allah,
payg'ambarimiz Habibing Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ergashguchi ummat bo'lib, diningda yashab o'tishimizga, diningda xizmat qilishimizga yordam ber. Amin. Qilinayotgan so'zlarni Ibrohim butun vujudi bilan quloq solib anglayotdi. Chunki Ibrohim yaqin arada, yaqin aradimi emas. Buningdek sap islomiy suhbatda bo'lmagan edi. Sheyx Ehson apandining har bir so'zi tashna ko'ngliga abi hayot, so'nuq dilga murod va qanot bo'layotgan edi. Sheyx fasohat bilan so'zlayotdi. Bilingki, vaqt o'g'illari bir tamsildir. Vaqt Alloh tarafidan yaratildi. Vaqt olamlarning harakati uchun o'lcham qilindi. İnsaniyatning hayoti vaqt ichida o'tib boradi. Vaqt butun olamni o'z ichiga oldi. Vaqtning o'g'illari Allohning tavhidini tunib, o'zini butun Alloh qilib beg'ishlagan mu'minlardir. Jazmanki vaqt o'tgan sari mu'minning iymoni oshidi. Nurlanib, mustahkam bo'lib, quvvatlanib boradi. Iymonliqlar vaqt qarshidan mamnundir. Umidki vaqt ularni Robbi tarafga qaratqay. Odamzat Alloh tarafga ketayotgan musofirdir. Ba'zilar buni idrok etadi va iymon keltiradi. Ba'zilar buni anglamaydi va kufr keltiradi. Kufr keltirganlar qaysarlik qilmasin. Chunki ular olamlarning Robbisining oldida tik turib hisob berishga majburdir. Kibr va mag'rurona qarashlari ularni hech narsadan qutqizolmaydi. Habibimiz Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallam mu'minning ikkinchi kuni birinchi kuniga o'xshamas deb aytgan ekan. Naqadar go'zal so'z, naqadar go'zal buyuk so'z. İman egalarining yo'lini quyosh kabi yo'ritib, parlatadigan chiroq kabi so'z. Haqiqatan mu'min kishi har bir kunni bir yaxshi faoliyatda o'tkazadi. Shunga musulmonlar har bir kun o'zi uchun, dini uchun, ummat uchun, oxirati uchun bir xizmat qilinglar. Bir oz bo'lsa ilm hikmat o'rganinglar. Bir oz zikr bilan xoli bo'lmagan qalbning yuksalishini his qila olamsizlar. Qur'on tafakkurlari bilan mu'min kishining yaxshiliklariga erishadiganligini bilamsizlar. Mu'min hargiz qo'rqinchoq bo'lmas. U hamisha shijoat ustida, hamisha g'ayrat va jasorat ustidadir. Uni yangicha kuch yer yuzida bo'lmas. Shaksizki Allohga taslim bo'lgan bandani kimdan yengishi mumkin? Hech kim. Bugun dunyoni zulm qopladi. O'z haqqini so'rganlarning yuzini qara, talon-taroj qilganlarning yuzini oq qilib ko'rsatdi. Dining uchun, erkinliking uchun kurashsang seni adashgan deb aytishidi. Zalimlarni bo'lsa gunohsiz ko'rsatib beshida ko'taradi. Bilinglarki bu shaytonning hiyla-makri xolos. Bu hiyla-makr Allohning qudrati oldida hech narsa emas. Ey mu'minlar, sizlar bu hiyla-makrning qurboni bo'lmanglar. O'z yurtidan qo'g'langanlar bir emas, mingdir. Dushmandan nijot tilab yig'laganlar bir emas, mingdir. Haqni bilib turib tark etib, botilni bilib turib tutganlar bir emas, mingdir. Bilinglarki ey aql egalari, o'z yurtinglarni o'z vaqtida himoya qilgan bo'lsanglar, surgun bo'larmadinglar. Dushmaninglardan ilgari Robbinglarga yig'lagan bo'lsanglar, kofirlarning qo'llarida xor bo'larmadinglar. Haqni hamisha himoya qilganinglarda, botil changilida qolarmadinglar. Albatta undoq bo'lmas edi. Shaksizki vaqtni o'z foydasiga sarf qilgan mu'min doim g'alaba qozong'uchidir. Tuluma afsus, biz undoq qilmadik. Allohning zikridan g'ofil bo'ldik. Cho'ng gunohlarni kichik gunohlarni mubah sanadik. Nafsimiz xohlagan narsalarga hiylalar bilan yo'llar ichib berdik. Shaytonning yo'llarida g'aflat uyqusida yotdik. Nijotlik qayerda? Nijotlik islomdadir. Nijotlik iymondadir. Beshimizdagi halokat bulutlarini, qo'limizdagi qulluq kishanlarini, qalbimizdagi zulmat qorong'uliqlarini tunib yetmasak, biz vaqtning o'g'illari emas, zolimning quli bo'lib qolaveramiz. Yurtimizning boyliqlarini bosqinchiga tutqizib, o'zimiz uning xizmatkoriga aylanamiz. Uyg'oninglar ey musulmonlar. Umidki Robbimiz bizga nijotlik bergay. Ey aqlli mu'minlar. Ibodatingiz ilm bilan, vaqtingiz ibodat bilan, ruhiyatingiz jasorat bilan quvvatlansin. Dunyoga ochiq ko'zingiz bilan qaranglar. Shaytonning ustulik bilan qo'ygan tuzoqlarga yilon kabi to'lg'inishni to'xtatinglar. Qalbingizni Allohga bog'lang. Yuzingizni Allohga qartinglar. Amallaringiz bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning izini besinglar. Sheyx Ehson Efendi tablig'ini oxirlashtirdi. Ibrohim Yorqinning qalbining cho'nqur qatlamlariga kirgan bu vazlar uning ko'zlaridan yomg'ir kabi yosh oqizdi. Go'yo uning yaxshilikqa talmirib turgan qalbiga malham qo'yildi. Bu el yurtida yolg'iz qo'ymagan Allohga hamd sano etdi.
Әтіс әдегенде оны İhsan әпәнді өз үйге çaqırdı. Onun үйі addigini bulup, nə zineti, nə beziki yo'q edi. Şeyh supuning ustida tamg'u yo'linib o'tirgan ekan. Supuning o'tirdi dasturxon selingan bo'lib, dasturxonda quruq meva qoqlari va non bor edi. Şeyh İbrahim Yarqinning salomiga javob qaytardi. "Va alaykum assalom o'g'il, kel o'tir", deb o'zining o'dulidagi joyni ko'rsatdi. İbrahim birga nashta qilayli. Ondan o'zing haqida menga so'zlab bergin. Sana yordam beralisam bir baxtiyorlikni topatdim, dedi. Nashtadan keyin İbrahim Yarqin o'zini bir qator tunishtirdi. Tirikchilik uchun qiladigan kasbini aytdi. Eg'ir va uzoq yo'l hikoyasini so'zlab berdi. Uni diqqat bilan ting'ishigan shayx, "Sen Shir Muhammad Beg Mujohidni izlamsan?" deb so'radi. "Shundoq, u kishini ziyorat qilsam, suhbatlashsam", dedi İbrahim. "Yaxshi niyat, inshaalloh. Mening bovularim Qashqar shahridan bu yerlarga kelib yerlashgan ekan. Menmo asli Turkistonlik o'g'il. Shir Muhammad Beg kabi mujohidlar millatning yo'l boshchilaridir. O'z vaqtida Turkiyadan Turkiston mujohidlarga o'rin bergan Anvar Pasha deb bir kishi bormishkan. Rabbim uni shahodat sharbati bilan elib ketdi. Islom o'lkalari bu asrda to'liq kufr qo'liga o'tdi. Ömer Muxtardek zotlar Italiya bosqinchilariga qarshi turib ularni titratdi. Turkistonda bo'lsa xudosiz sevitlarga qarshi turgan zotlar ushbu Shir Muhammad Beg kabi shirlar edi. 1000 yilda tiklangan saltanatlarni dushmanga topshirdik. Endi ularni qaytirib elishga birla Shir Muhammad Beg yoki birla Ömer Muxtar kifoya qilmaydi o'g'il. Bu saltanatlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatlari va yo'llari bilan barpo bo'ladi. Toki shu yo'lga agashmasak qulluqdan qutula olmaymiz. Men Shir Muhammad Begni tunayman. Onun bilan ko'p suhbat bo'ldim. Ahvoldan xabaring bormi? Yo'q, bilmayman. Allah Shir Muhammad Begning ko'zidan nurini elib sinadi. Hozir uning saq qolgan bir tal ko'zi ham hech narsani ko'rmay qoldi. Yeshining cho'ng'ishimi salomatligiga ta'sir yetkazmoqda. Biroq qalbi ochiq, fikri o'tkir, shijoati jushqun. Shir Muhammad Beg yashaydigan mahallada asosan turkistonliklar yashaydi ekan. Mujohidning hovlisi boshqalarnikidan qaysidir jihatlar bilan farqlanadi. Chunki Shir Muhammad Beg o'z uyini Farg'ona xalqining hovlilari bilan bir xil soldirgan ekan. Albatta İbrahim Yarqin buni keyinroq bilib oldi. Uyga kirganda Mujohid past ovozda yozisiga Qur'on tilovat qilayotgan edi. Mujohid uyga odam kirganini bayqab qiroatni to'xtatdi. "Assalomu alaykum va rahmatulloh, Mujohid Beg." İhsan apandi tizdan berib Shir Muhammad Begning ikki qo'lini tutdi. Shir Muhammad Begning gavdasi keng, ko'ziga qora ko'zoynak taqolgan. Choch saqli butun oqargan edi. Beshida yengil do'ppa, ustida porangli ko'ylak. Uning hayotidan jasur qo'mondonligi derak beradi. "Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu va mag'firatuhu apandim. Xush keldingiz", dedi Shir Muhammad Beg chehrasiga tabassum yeyilib. U İhsan apandining kelganidan mamnun bo'lganini bildirdi. Uning tilidan haqiqiy jangchining ovozi jarangladi. İhsan apandi tunishtirib, "Ota yurtimizdan bir muhojir sizni yo'qlab keldi. İsmi İbrahim Xolid Yarqin." "Xolid Yarqin?" Shir Muhammad Begning ovozi titrab ketdi. İbrahim qo'l uzatgan edi, uning qo'lini mahkam tutib oldi. "Ey İbrahim, sen Qilichbek Mujohidning nevrisisan? Xolid Mujohidning o'g'limisan?" "Shundoq bova." "Subhanalloh. Xo'sh kelding o'g'lim. Bizga sharaf keltirding. O'ltir bu yerda, o'ltir." Mujohid yenidan İbrahimga joy ko'rsatdi. İhsan apandi Shir Muhammad Begning go'daklarga bir shodlanib ketganidan qalbida bir mamnuniyat uyg'onganini sezdi. Shir Muhammad Beg ularni to'rga taklif qildi. "İhsan apandim, siz ham bu yerga o'ltiring. Alloh sizdan rozi bo'lsin apandim. G'arib ko'nglimizga xushallik keltirdingiz." İhsan hakim uning bu qadar xushal bo'lganidan xijolat tortdi. Mujohid uningga yana qaradi. "Ko'zlarim ko'rmasimi, sendan ana yurtimning purqini tuymoqdaman İbrahim. Sening bovam Qilichbek cho'ng xizmatlarni qildi. Hatto 70 yoshdimi shijoati vujudiga sig'masdi. Uning ilmi, tajribasi bizning miltiq tutmagan jangchilarni tarbiyalashda ko'p esqatdi. Rabbim uni jannat bilan mukofotlag'ay. Amin. Amin, dedi İhsan apandi. Amin, dedi İbrahim chin dilidan. İbrahim, ana yurtimda nima gaplar bor? Ko'p xabarlar anglayman. Ko'zlarim ko'rsa edi. Bu putlar maqsa edi. Allohim shohidki, Xitoy kofirlarini vatanimdan qo'g'lab chiqarmoq uchun qo'limdan kelganini qilardim, dedi Shir Muhammad Beg cho'nqur qayg'uda.
ana yurtimizning ahvolini qandoq bayon qilay bova, dedi İbrahim istirab bilan. Qadimki Buxoro, Samarqand, Xoqand, Xivar dinsizlar qo'lida qoldi. Hozir davlatni kommunistlar boshqarmoqda. Oddiy xalq daldadan chiqmaydi. Sovetning cho'ntiki uchun ishlaydi. Biroq o'zi buni bilmaydi. Musulmonlar ham qora mehnatdan bosh ko'tarmaydi. Na ilm, na irfonni bilmaydi. Mazlumlarning bag'ri qon. Ojizlik bilan Allohga duo qilishdan boshqa ilojimiz qolmadi. Kashki duo qilsak edik. Meni eng qo'rqitadigan shuki, xalq erkinlikni mutlaq unutishi. Butun Turkiston o'z nomini tashlab, o'z Robbisini asdan chiqarib, bosqinchi urushga taslim bo'ldi. Lenin atalmış tağut aqidasini davo qildi. Butun millat ruhi o'ldirilgan, fikrsiz qoldirilgan qullar kabi. Allah o'z hikmati va marhamati bilan bu diyorga islom ne'matini qaytarmasa, hurriyat tuyg'usi yetkazmasa, chiqib bo'lmas patqoqqa cho'kdik. Sher Muhammadbek beshini egib butun vujudi bilan İbrahim Yarqinning so'zlarini anglar edi. Sharqiy Turkiston bo'lsa Xitoy changilida qoldi. Buva, deb davom etdi İbrahim. Uyg'ur xalqida beshidan oyiga qadar kishan banit qilindi. O'lik kabi yotgan millatni uyg'otishdan ojiz bo'ldik. Barcha odamlar o'z jonlari qayg'usidan bu yo'llarga zanjir kiyishga rozi bo'lgan jonivorlarni eslatadi. Yer yuzini titratgan millat bugun xoruzor bo'ldi. O'z oyog'i ostidan yiroqni ko'rmaydi. Dushmanlar bo'lsa och bo'ridek bu muborak o'lkani tishlab ikki tarafga tortib parchalab tashladi. Biz bo'lsak doim o'zimiz bilan husumatlashimiz. İbrahim gap qilib o'tib ko'zidan yosh chiqib ketdi. Ehson Hakim, Sher Muhammadbek ham sukut qilar edi. İbrahim yo'ldagi ishlarni eslatdi. Yo'lda Afg'onistonlik o'zbeklarni ko'rdim. Ular sahroda kofirlarni izlab yurishibdi. Ularning aytishicha, Afg'onga urush qo'shin kirgizish oldida ekan. Afg'on katta jang maydoni bo'ladi. مسلمانم پاسدار این دینم یاور ضعیفانم عاشق qalbingizni tuting. Ikki eg'iz dardim bor. Bugun mohiyatga qaytish fursati keldi. Millat o'zini tunishga intilar ekan, albatta Allohni tunishga majbur. هر جوان این سنگر عزم کفر شکن دارد از مسافشان دشمن لرزه در بدن دارد. Men bugun o'z hikoyamni nihoyatda ilgaridan boshlab so'zlab beraman. Bu hikoyada Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati yiqilgandan keyin Xitoy bosqinchilarining vatanimizga bostirib kelib Uyg'ur musulmonlarga qilgan zulmlari, shu uchirgan zulmda qechib hijrat qilish uchun Qirg'iziston, Tojikiston, Eron qatorliq davlatlarni piyoda minib Turkiyaga yetib kelish hikoyasi. Turkiyada islomiy bilimlarni olgandan keyin Sharqiy Turkistonga qaytish, u yerga borgandan keyin Xitoy bosqinchilarining qiyin qistoqlarga uchrash qatorliq kommunizm abdubashirasi to'liq namoyon qilinadi. صبر کن سلح شورا عاقبت زما گردد. Tikanlik chambar 4-qism. Ammo yurtni kofirga bermaymiz degan edi. Ikki muisbit birla vaqtda inshaalloh dedi. İbrahim Yarqin Sher Muhammadbekdan so'radi. Begim, Turkiston mujohidlari Rusning kofirlarga nima uchun taslim bo'ldi? Doim shu azobli tariximiz haqida xiyol qilaman va bu xiyollar meni doim bearam qiladi. Sher Muhammadbek xursand bo'lgan holda Ehson apandiga qarab, keyingi avlodlarning bu savolni so'rashini albatta biletdim. Ammo bu savolga javob berish uncha oson emas. Robbimizning oldida bu savolga qanday javob berimizkin, bu texim qiyin. Agar biz dinimiz va millatimizning himoyasini ustimizga elib kurash qilgan bo'lsak, ammo biz bu kurashni tashladik.
Kaşki avlodlarimizga Allohning bizga bergan nusrati haqida amaliy xotira qoldira olgan bo'lsak edi. Ammo biz yurakdan qon tomchilab turadigan bir alamli hikoyani, qalblarni ezadigan mag'lubiyatlik tajribalarni so'zlashga majburmiz. Shundaqdimi biz bolalarimizga shuni nasihat qilaylikki, biz tushgan azobga ular qayta tushib qolmasin, balki bu azoblardan qutulsin. Zalimlarning changilida shirning chi orsiga tushgandek ingirmasin. İbrahim, bu so'zlarimni qalbingga naqsh kabi o'rnatqin. Bu tariximizni farzandlarimiz bilishi kerak. Shubhasiz biz ko'p xato qildik. Birinchi xatoligimiz g'aflatimiz bo'ldi. Ruslar yurtimizga tunji kelganda yurtimizda nima ishlar bo'layotganligidan biz bexabar edik. Qudratli davlatlar yer yuzini o'zlari uchun dasturxon kabi ishlatayotganligini hech birimiz bilmasdik. Vatanimizdagi boyliqlarning haddi hisobini biz bilmagan bilan, ammo dushman yaxshi biladi. Biz bilgan taqdirdami, uni qandoq qizib elish ilmidan xabarimiz yo'q edi. Chunki bizning ko'p hayotimiz o'zaro talash tortish bilan o'tdi. Sen qozoq, sen tojik, sen o'zbek, sen qirg'iz, sen uyg'ur deb bir-birimizni chetga qoqdik. Kashki ilm ustida baslashgan bo'lsak, kashki taqvodorlikda musobaqlashgan bo'lsak. Ammo biz kuchimizni g'aybatga, g'ayratimizni mansabparastlikka qaratdik. Asli biz bundoq millat emas edik. Lekin o'zimizga go'r qazdik. Yevropada miltiq, zambirak, bombalar bilan jang qilganlarda biz qilishni changalladik. Yevropa o'z hayotini tartiblash qayg'usida qonunlar yezishdi. Ammo biz 1000 yillik ilohiy qonunlarimizdan yuz o'rdik. Boshqa tillar o'z qonunining asosida yashamoq uchun kurash qilsa, biz o'zimizning mukammal qonunlarimizga amal qilmaslik yo'lini izladik. Kafirlar islom dunyosini yer bilan yakson qilishni qonunlashtirdi. Ammo bizning munofiqlarimiz Rusning podshohiga qulluq qilib, sovg'a salomlar berishga ulgurdi. Biz ulug' deb bilganlarimizning yetakchiligida din va millatning g'imini qilgandan keyin cho'ng kichik hammamiz qo'lga qurol oldik va Rusga bilganimizcha qarshi chiqdik. Biroq bizda na harbiy ilm, na bir e'tiqodiy ta'lim yo'q edi. U yetmagandek ustoz deb bilganlarimiz dushmandan qo'rqdi. Do'st deb o'ylaganlarimiz bizni dushmanga sotdi. Bizning maqsadimiz yurtimizdan kafirlarni qo'g'lab chiqarish edi. Biz shu qadar sodda bo'ldikki, kafir o'zimiz chiqib ketamiz. Bizni o'ltirmanglar degan so'ziga aldandik. Buni fursat berib mujohid birodarlarimiz bilan oramizga fitna solsa aldandik. Bir-birimizga ishonishning o'rniga kafirga ishondik. Bizga bu urushning mohiyatini tushuntiradigan birormi dahiy chiqmadi. Qurollarimiz ko'ni bo'lsa-mu mayli tug'u. Ammo o'qmi topolmadik. Xoinlar to'p-to'p bo'lib kafirlarga taslim bo'ldi. Keyinchi jon saqlash texmi qiyinlashdi. Oxirida barimizni yig'ib, o'qqa almashtirib, jon saqlash uchun kafirga o'q atdik. Lekin oramizdagi xoinlarning hilasi bilan jon saqlash uchun o'q etish islom dinida to'g'ri emas deb uningdan to'xtatildi. Ming afsuslar bo'lsin. U kellarni o'ylasam yurkim qonga to'ladi. Qandoq chora qo'llanishni bilmaydik. Hatto qiynalib vatandan qochishga yoki Qur'onni topshirishdan boshqa chora topolmadik. O'z do'stlarimiz bizni isyonchi deb qiynimizni to'kdi. Biz qandoq bo'lib isyonchi bo'lamiz? Bu bizning o'z yurtimiz emasmi? Ota-bobimiz yashagan tuproq emasmi? Bu tuproqda isyonchi Rus va Xitoy emasmi? Kafirlar emasmi? Demak, isyonchi kim? Himoyachi kim? Farqlantirolmaydigan holga keldik. Biz ko'p narsani tushunmadik. Oldimizdagi kishilarni tunimaydik. Tunimasak mayli edi-ku. Ammo biz o'zimizni tunimaydigan holga kelgan edik. Uningdanmi dahshatli nima bor jahonda? To'g'risi, yurtni qandoq idora qilishni bilmas edik. O'zini millatparvar deb bilganlarning bo'lsa, o'zaro talashdan boshqa ishlari yo'q edi. Sana bir voqeani aytib beray o'g'lim. Kafirga jihad boshlaganimizning ilgirki vaqtlarida cho'g'dek yondik. Kuchimiz, g'ayratimiz yurkimizga sig'maydi. Hatto kommunistlarni zaminimizdan qo'g'lab chiqarishga boshladik.
Shu vaqtda qo'shinning qo'mondoni Olimxon meni o'ziga eng yaqin yordamchi qilib, kafirdan ozod bo'lgan yerlarimizni tozalash hujumini davomlashtirishga buyurdi. Rabbim nusrat berib, 2 kunning ichida 10 yezidan ko'p kafirlarni asir oldim. Qarshilik qilganlarni o'ldirdim. Qo'limda 500 yigitim bor edi. Shu kuni kechasi kafirlardan qaytirib olgan yezining birida qo'nib qoldim. Ertasi saharda qarorgohim oldida odamlar to'plashib turibdi. Ularning oldida bir yigitning qo'lini bog'lab yerga tashlab qo'yibdi. Chunki u yigit shu kechasi o'g'irlik ustida tutilibdi. Buningga bizning jazo berishimizni aytdi. Xalq ichida qo'mondonimiz va mujohidlar haqida ko'p yaxshi gaplar tarqalgan ekan. Ularning hammasi birdek. Endi adolat lozim deb shuar tovlayotdi. Yezining odamlari bak sodda edi. Qir bo'g'aydan beri menga vaziyatni tushuntirishga boshladi. Qo'mondon, yezimizda hech bir vaqt o'g'irlik bo'lmaydi. Kafir keldi. O'g'irlik keldi. Ko'z oldimizdagi muloyim odamlar men eng no'jisi deb haddidan oshdi. Mana bu 6 oydan buyon ularning qo'lida ezildi. Hammamizning melini tortib oldi. Birovning dardini birov anglamaydigan bo'ldi. O'g'irlik har kuni qilindi. Beadablik boshlandi. Siz bu qo'li agarlarning hammasini shariat bilan jazolang. Hammaga ibrat bo'lsin dedi. Bilmay turib hukm bersam bo'lmaydiganligini esladim. To'g'ri. Qur'ondan bir necha parini yod bilaman. Ancha muncha diniy ilm o'qiganman. Lekin qozi emasman-da. Ulardan qozi bormi bu yerda deb so'radim. Kafir zulmi boshlangach qozimiz hammadan burun hijrat qildi. Chunki kafirlar qozilarni boshida o'ldirib atgan ekan. Undaqda imom bormi deb so'radim. Yezida bir imom bor. U kishi masjiddan chiqmaydi. Kafirlar imom bilan rosa gaplashibdi dedi. Chaqiringlar shu imomni deb buyruq qildi. Imomni qisqa vaqt ichida elib keldi. Imom yeshi 40 yoshlar atrofidagi uruq, bo'yi pakar, ko'sa odam ekan. Uningda qandaqdir bir qo'rqinch bordek qiladi. Imomni ichkariga taklif qilib, "Keling, bu yerga" deb uni bargohga boshladim. Imom egilib salom berdi. Men undan so'radim. "Qayerda o'qigansiz mulla?" "Buxoro madrasasida o'qiganmiz" dedi. "Undaqda nihoyat yaxshi mulla. Ko'p vaqtimiz yo'q. Oldimizga bir o'g'rini elib kelibdi. Tezroq bu o'g'riga shariat bilan hukm chiqarib bering" dedim. Imomning ko'zi o'ynab ketdi. "Unda qila olmayman. Men bak hayron qoldim. "Nimishqa qila olmaysiz mulla?" deb so'radim. "Bugun buningga hukm qilib qo'ysam, erta menga kim ega bo'ladi?" deb ko'zi chekchaydi imomning. G'azabim qaynab ketdi. Belimdagi tapanchaga ixtiyorsiz qo'lim berib bo'ldi. Lekin tapanchani qo'limga olmadim. Ammo g'azabimni bosilmay uning yoqasidan tutib silkidim. "Menga qara pakinak. Allohdan qo'rqmasdan kafirdan qo'rqatamsan. Kafir qaytib kelmaydi bildingmi? Kelmaydi." Imom titrab rangi o'chib, lavlari titrashga boshladi. Uning peshonasi terladi va yelingan holda yig'lamsirab, "Ayting, hukm chiqarib berman. Dana, qanday hukm chiqaray?" dedi. Uning bu gapidan qinim qaynab ketdi. Men bu ishdan shariat hukmini so'rasam, mening royimga qarab o'tadi. Bu ochiqimda uni urib qonga melashdan o'zimni tortib, uni silkib itirvatdim. Pakinak imom daldanshib yiqildi. Beshidagi sallisi chuvilib yerga tushdi. G'azab bilan bargoh sirtiga chiqdim. Atrofdagi kishilar sukut bilan turgan ekan. O'g'rining yeniga keldim. "Isming nima?" deb so'radim o'g'ridan. Uning turqidan nachar odamligi chiqib turadi. G'azabim bakli yomon edi. "Nima o'g'irlading?" deb so'radim. O'g'ri titrgan holda, "Men haliqi nima o'g'irlading? Kazzab!" Qattiq vaqirab ketdim. Shundoq vaqirdimki, ovozimda butun ochiqimning hamma ohangi bor edi. Atrofdagi odamlarning qo'rqib cho'chib ketganini sezdim. "Qo'y oldim begim", dedi o'g'ri. "Bu pastkashning so'l qo'lini ichinglar", dedim. O'g'ri yelinishga boshladi. "Rahim qiling begim, rahim qiling. Shayton yo'ldan ozdirdi." Askarlar birdamda uning so'l qo'lini ichib, toni bilan mahkam bog'lashdi. O'g'ri nola qilib, "Rahim qiling begim, rahim qiling",
deb atatdi. Men odamlardan so'radim. Kimning uyiga tushdi bu ish? Qaramtul kelgan bir odam oldiga chiqdi. Mening uyimga tushgan begim. Nima kasb qilasiz? Dehqonchilik qilaman. Necha qo'yingiz bor? Shu bir talla qo'yim bor edi. Kafirlar mollarim bilan qo'shib tortib oldi. Qizil askarlarni boqarmish. O'g'riga qaradim. Sen bir kambag'alning sho'rini quritmoqchi bo'libsan-da. Voy nejis. O'g'ri tizlandi va so'l qo'lini qayerga yo'shirishni bilmay, menga yelinib uzatgan edi. Qalachimni ko'z yumib ochqichiq qinidan sug'urdim va birini urib belikidan chopdim. O'g'ri yerga qonga melinib yiqildi. Kiygiz kuydirib besinglar, dedim. Askarlarim tizdan aytqinimni bajarishdi. O'g'ridan eqiyotgan qon to'xtadi. O'g'rining put qo'lini yeshib, uni zambilga selib elib ketishdi. Odamlarning mendan qandoqdir bir gap kutayotganligini bildim. Kafir bilan urushyapmiz, deb gap boshladim. Ochiqchilikda chiroyli gap qila olmas edim. Bundan keyin kim shundoq o'g'irlik qilsa, shariatga qarata qo'lini kesaman. Kerak bo'lsa beshini uzaman. Biz Alloh yo'lida xalq himoyasiga chiqdik. Buni kafirga qarshi g'azot deyiladi. Qo'rqmanglar. Kafirni yurtdan qo'g'lab chiqaramiz. Musulmonlar unutib qolmanglar. Alloh bir, Rasululloh bir haqdir. Odamlar tarqalib ketdi. Mening bu kayfiyatim yaxshi emas edi. Xitoy askarlarining bu yerdan 20 kilometr yiroqlikda borligini anglab, yigitlarim bilan ular tarafga ketayotgach, imomning so'zlarini o'ylab o'tdim. O'g'lim, bu biz uchratgan muomalalarning eng kichigi edi. Lashkarni boshqarish, lashkar ichidagi nizomni hal qilish, ta'minot, kafirdan qaytirib ilingan hududlarni saqlab qolish, asosiy lashkarning ro'yidini ko'tarish kabi ishlar yig'ilib turar edi. Atrofimizda yigitlarimiz ko'paydi. Lashkarlarning soni 2 mingdan oshgandan keyin lashkarlarimizni islom qo'shini deb e'lon qildik. Harbiy tayyorligimiz ojiz edi. Yigitlarning qini qaynoq bo'lsa-mu, ko'pragi hayot ko'rmagan. Shijoati bor, ammo tajribasi yo'q. Ishlarni kalta o'ylar edi. Ba'zilar bilib bilmay xatolik o'tkazib turardi. Keyin kafirning boshliqlari biz bilan sulh tuzish taklifini berdi. Bu ishlar bizning obro'yimizni yuqori ko'tarib, sepimizga odam eqib kelishga boshladi. Ammo kelayotganlarni tekshirishga, ular bilan tafsiliy suhbatlashishga vaqtimiz, imkonimiz yo'q. Yoki ularni tarbiya qiladigan olimlarimiz yo'q edi. Lashkar ichidan haftiyak o'qigan yoki Qur'ondan kichik sura yodlaganlarni izlab tepishga boshladi. Yigitlarning ibodatda mustahkam turishlari shart ekanligini, har xil gunohlardan qaytish kerakligini tushundirdim. Sonimiz barg'ancha ko'paydi, suhbatimiz oshdi. Shu vaqtda umumiy askarning soni 15 mingga yetganligi aniq esimda. Bosh qo'mondonimiz O'rkashni Amiril Muslimin deb tan olsaqmi ichimizdan uningga bo'ysunmaganligimizni bilaman. O'rkashmi bularni bilib yuratdi. Hozirgi aqlim shu chog'larda bo'lgan bo'lsa edi, hamma lashkarni O'rkashga majburiy itoat qildirgan bo'lardim. Itoatsizlik qilganlarni o'ldirib, butun askarga qattiq nizomni ijro qildirgan bo'lardim. Bir oz ilmimiz va aqlimiz bo'lgan bo'lsa, o'zaro adovatlashmasdan kafirni yiltizidan yo'q qilgan bo'lardik. Kafirlarning odamlari oramizda doim fitna qilib yurdi. Biz uningga aldandik. O'rkashni ular bir jangda yarlandirdi. U esini yo'qotgan edi. Bu alamlik va uzun bir hikoya. Bizning shu vaqtdagi harakatimiz bilan butun Turkistonni larzaga soldi. Keyin angladimki, Rus kafirlari bu yerdan umidini uzgan edi. Halbuki biz uningdan g'afil edik. Chunki bizning na Rus ichida, na Xitoy ichida josusimiz, na bir ruhoniy yo'l boshchimiz yo'q edi. Xitoylarga qarshi lashkarlarimizga ta'lim o'rgatdik. Oramizga xoinlar kirdi. Dindan, imonidan yuz o'rganlar bizni sotdi. Minglab yigitlarimiz shahid bo'ldi. Keyin kafirlar yurtimizni bo'g'ma yilon kabi bo'g'ib besib oldi. Biz barimizni pido qilib, qon yig'lab chiqib ketdik. Allah bizga o'z vatanimizni qayta ravo ko'rmadi. Biz Amud daryosining qarshi tarafida qum yutib kafirlarning xalqimizni qayta xorlig'ini tomosha qildik. O'z vaqtida menga Alloh bergan islom nusratini qo'ldan chiqardim.
necha asrlik musulmon yurtini kafirga tatqizib qo'ydim. Buning uchun qiyomatda Allohga qanday javob beraman? Buni bilmayman. Shir Muhammadbek suhbatni eslavitib bir oz o'yga cho'mdi. Ihson Hakim Efendi va Ibrohim Yorqin uni diqqat bilan anglayotdi. Men shunday qayg'uni ko'rdimki, umrim bo'yi uning kabi nodonlikni hech uchratmadim. Men o'z ustimdagi vazifani bajo keltirolmaganligimdan pushaymonda edim. Kafirga yurtimizni berib qo'ydim. Bu eng cho'ng sharmandalik edi. Shundan keyin menga tirik yurish istirobli bo'ldi. Hozir butun g'amim qo'mondan Olimxon hazrati oldida dengiz ustidagi to'lqindek toshga aylanib qoldi. Qo'mondanning vujudidan alam harorati tarqaydi. Bilishimcha u hech bir kishi bilan so'zlashmay qo'ygan. Uningga sodiq xizmatchisi taom keltirdi. Yuyinish uchun yordamlashdi. Amir atidan kechgacha, oqshomdan tonggacha Qur'on o'qiydi. Men uning yeniga berib ijozat so'rganimda, kim u deb so'rabdi. Shir Muhammad Mujohid deb meni ta'riflagandan keyin huzuriga kirishim uchun ruxsat beribdi. Bizning xalqimiz anglab yetolmaydigan bir buyuklikdan, anglab yetganida nadomatdan yurakni parchalaydigan xorliqqa cho'kmoqda. Bu shunday xorliqki, uningda odamzod yashashning maqsadini unutdi. Hayvon maqomiga, hatto hayvondan past holga tushdi. مسلمانم پاسدار این دینم یاور ضعیفانم عاشق qalbingizni tuting. Ikki eg'iz dardim bor. Bugun mohiyatga qaytish fursati keldi. Millat o'zini tunishga intiladigan, albatta Allohni tunishga majbur. هر جوان این سنگر عزم کفر شکن دارد از مسافشان دشمن لرزه در بدن دارد. Men bugun o'z hikoyamni nihoyat ilgaridan boshlab so'zlab beraman. Bu hikoyada Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati yiqilgandan keyin Xitoy bosqinchilarining vatanimizga bostirib kelib Uyg'ur musulmonlarga qilgan zulmlari, shu uchirgan zulmda qechib hijrat qilish uchun Qirg'iziston, Tojikiston, Eron qatorliq davlatlarni piyoda minib Turkiyaga yetib kelish hikoyasi. Turkiyada islomiy bilimlarni olgandan keyin Sharqiy Turkistonga qaytish, u yerga borgandan keyin Xitoy bosqinchilarining qiyin qistoqlarga uchrash qatorliq kommunizm abdubasharasi to'liq namoyon qilinadi. صبر کن صلح شورا عاقبت زما گردد. Tikanlik chambar. 5-qism. Amir atidan kechgacha, oqshomdan tonggacha Qur'on o'qiydi. Men uning yeniga berib ijozat so'rganimda, kim u deb so'rabdi. Shir Muhammad Mujohid deb meni ta'riflagandan keyin uning huzuriga kirishim uchun ruxsat beribdi. Olimxon nihoyatda echinib turib gap qilishga boshladi. Bizning xalqimiz anglab yetolmaydigan bir buyuklikdan, anglab yetganidan nadomati yurakni parchalaydigan xorliqqa cho'kmoqda. Bu shunda xorliqki, uningda inson o'zining yashash maqsadini unutdi. Hayvon maqomiga, hatto hayvondan past holga tushdi. Odam hayron qolgudek darajada islomdan yiroqlashib ketadi. Ammo gunohga shu qadar yaqinlashidiki, har qancha tadbir bilanmi insonlarni qilayotgan gunohlardan yiroqlashtirishga kuching yetmaydi. Sher Muhammad, biz hamma narsani qo'ldan berdik. Dinni, iymonni, islomni kofirga berdik. Yurtni, vatanni bosqinchiga bir-birlab taqdim qildik. Xalqni zolimlarga qulluqqa topshirdik. Uningdan qo'rqinchli bo'lganini aytaymi? Kelgusi avlodlarni dushman qo'lida qoldirmoqdamiz. Tug'iladigan bolalarimizning Alloh deb, Muhammad alayhissalom, millatim, davlatim, xalqim deb tili chiqmaydi. Ularning tili tog'utning ismini atash bilan chiqadi. Puti shaytonning qadami bilan besiladi. O'zligidan yaxshilikdan yiroqlashib, Allohga osi bo'ladigan, birinchisi ikkinchisini vahshiylarcha qiradigan, eng dahshatli qiynoqlarga soladigan bir avlod kishilar dunyoga keladi.
Bu avlod o'tmishga tükürüdü. Kelajakni ko'rmaydi. O'zini maqtab Xudo deb ataydi. Olimlar jahiliyatni, qozilari zalolatni tutadi. Valilar xiyonatni, askarlar jinoyatni tirikchilik yo'li qiladi. Shoirlari munofiq, ziyolilari kazzobdir. Yurt cho'nlarining qiladigan ishi faqat xalqni aldashdan iboratdir. Bu avlod haq yo'lda mang'uchilarni o'ldirdi. Mu'minlarni azobga soladi. Taqvo ahlini yolg'onchiga chiqaradi. Cho'ngi izzatni, kichiki hurmatni bilmaydi. Ayollar erlikni, erlar ayollikni xohlaydi. Bu avlod o'z halokatini ko'radi, biroq his qilmaydi. O'z saodatini tushunadi, ammo shuni qilishga intilmaydi. Hamma kishilar chiroyli ishlarni zinnat uchun bajaradi. Biror inson qalbini isloh qilishga ishtiyoq bog'lamaydi. Bu avlodning birinchisi ikkinchisini sotadi. Boshqasining gunohiga fursat beradi. Hargiz birlashmaydi. Hatto hargiz haqni bilmaydi. Amir Olimxon shu gaplarni qilayotgan chiroyi totirib, soqollarigacha titrab ketdi. Ojiz ko'zlaridan hatto yosh sirg'ab chiqdi. Nafas elishi qiyinlashdi. Men bo'lsam shu qadar ichindim-ki, ixtiyorimni yo'qotib, "Astagfirullohil azim va atubu ilayh" dedim. "Astagfirulloh de Mujohid. Astagfirulloh" degan. Sha'nimga ko'p dog'lar tushadigan so'zlar bo'lindi. Ko'p ayiblar bilan ayiblandim. Xayr, u ayiblarim o'zimda bor. Gunohlarim oldida hech narsa emas. Men taxtda 10 yil o'tirdim. 10 yil xilofatsiz o'tdi. Vayron bo'lgan katta davlat imoratini qaytadan qurib chiqishga Alloh qodir qilgan darajada kuch chiqardim. Mujohid qandoq bo'lishini bilmasmidim. Albatta bilatdim. Islom dinida qandoq yashash kerakligini bilmasmidim. Albatta bilatdim. Dushmandan kelayotgan zarba naqadar kuchli bo'lsa, ichimizdagi ofat va ziddiyatlar uningdan 2 barobar kuchli edi. Rus bizdan kuchli edi. Biz bo'lsak zaif edik. O'ylama Sher Muhammad. Jismda zaif edi. Qurolsiz zaif edi deb. Yo'q. Jismga quvvat beradigan, qurolga qudrat ato qiladigan narsadan ayrilgan edik. Bu dinimiz edi. Ulamolar, baglar, qozilar, lashkarlar, talibi ilmlar, ya Rabbim, hammamiz xuddi bir to'p ko'r insonlar edik. O'tda ko'rsangmi so'zingni hech kim anglamaydi. Shijoatdan asar yo'q. Bayni o'likka o'xshaydi. Hammamiz oxiratni unutib dunyo zindonining eng yuqori pallasiga, zulmatning zulmatiga o'zimiz kishanlagan edik. Men hayron edim. Amirning hayotini va farosatini bilishga tirishdim. Uning qiyinchiliklariga qaysi nuqtadan qarayotganligini bilgim keladi. Sher Muhammad deb davom qildi Amir. Mujohid yillarimda ro'zador bo'lib yashadim. Chunki islom ahlini kofirning qo'liga bergan Amirning bu dunyoda to'yib tamoq yeyishga haqqi yo'q. Ochlik ruhingni tozalaydi. O'zgalarga ko'rinmagan alohidalik sana ko'rinadi. Men ana shu e'tiqodlarini o'ylamoqdiman. Amir hazratlari dedim, men azob bilan. Siz shundoq narsalarni bayon qildingizki, go'yo jahannamga udul kelgandek hissiyatda bo'ldim. Haqiqatda bizning yurtqa, xalqqa bir yo'lboshchi bo'lmasa bir nijot yo'li tepilmasmi? Yo'lboshchi Allohning kalomi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatidir. Nijot shu ikkisiga ergashmak bilan paydo bo'ladi deb javob berdi Amir. Biroq bu haqiqatni tushunib yetishimizga bizga necha 10 yil ya, 10 yil. Biroq bu haqiqatni tushunib yetishimizga bizga necha 10 yil, yo'q, necha 100 yil kerak. Buni bilmayman. Millat o'zining xorliqda ishkanligini bilmaguncha, u nijot haqida zinhor o'ylamag'ay. Sher Muhammad burunqi sharafimiz, burunqi buyukligimiz o'zligidan qaytib keladi deb xiyol qilma. Bu bir xam xiyol xolos. Burunqi qudratimiz orqasida bo'g'ularimizning 1000 chaqirimlik yo'llari bor. Otlarning kishnashlari, qilishlarning jaranglashlari, qonlar to'lib oqqan daryolar bor. Biz bu qudratni g'aflatimiz sababli yo'qotdik. Albatta uni bir kunda yo'qotmadik. Nihoyatda asta-asta yo'qotdik. Büyük devletimiz o'zimizga sezdirmasdan tugab yer bilan yakson bo'lib yiqildi. Uni yana asladagidek tiklamak uchun ajdodlar besib o'tgan yo'lni xuddi ular kabi besib o'tmak lozim. Bo'g'illarimiz saltanatli qudratga erishib, oliy davlatni qurish uchun naqadar mushaqqat chekkan bo'lsa, xuddi ashuningga o'xshagan jafo mushaqqatlarni bizni ham kutib turmoqda. Biroq bu sharafni his qiladigan, bu buyuklikni, bu qudratni tunuydigan avlodlar qachon tug'ilib, bu yo'llarga jonlarini tikib otlanishlarini yolg'iz Rabbimizga ayon.
Amir Olimxon ana shularni so'zladi. Men Amirga u ko'rsatgan ulug' yo'ldan mangdiganligimni aytdim. U Alloh yordamchi bo'lsin dedi. Men Afg'on tog'larida, Turkman sahrolarida lashkar yig'ib kofir urushiga qarshi jihad qilib, yurtimni uning harom oyig'idan poklamoqchi edim. Shu maqsadda Istanbulga keldim. Bu yerda bo'lsa qazoyi qadarda bor ekan. Ikkinchi ko'zimdan ham ayrildim. Shu yerda turib qoldim. Shir Muhammad Bagning qayg'uli qissasi Ihson apandiga ham, Ibrohim Yorqin apandiga ham kuchli ta'sir qildi. Qarshida o'tirgan yashangan, ammo qovul qanoti kesilgan, ko'zlardan ham mahrum qilingan burkutga o'xshaydigan inson edi. Uning yuragi yeniyotdi. Shijoati vujudiga sig'maydi. Biroq minishni xohlamagan putlar, ko'rishni xohlamayotgan ko'zlar u shijoatning namoyon bo'lishiga to'siq bo'layotgandek turadi. İbrahim ko'zlarim ko'rmagan taqdirdami, putlarim bilan mang'alagan bo'lsam kashki. Etimni menib ota Turkistonimga ketatdim dedi. U yana bir pas jimjitlikdan keyin Subhanalloh dedi İbrahim Yorqin. Ot ustida jangchilarga xos sharaf bilan shahid bo'lish orzuyimdir. Rabbim bu orzuyimni qabul qilamdi, yo'qmi bilmayman, deb qo'ydi Shir Muhammad Bey. Ular to'liq bir kun mujohidning ziyoratida qoldi. İbrahim Yorqinning kenji o'g'li Abdullah yaxshi bo'lib qoldi. U yangi mahallaga tezda ko'nib qolgan edi. Tantishlar bilan ham chiqishib ketdi. O'zidan cho'ng bolalarga qo'shilib maktablarga berib yurdi. İbrahim Yorqinga Shir Muhammadning mahallasiga yaqin yerdan uy topib berdi. Uylari ixcham, 3 ig'iz yotoq, oshxona, munchilar bor. Asosliqi hovlining orqasida suv eqib turadigan eriq bor. İbrahimning ayoli Robiyaning qalbi shodlikka to'ldi. U azroq kam bir oyga suzulgan safarning mushaqqatlari tugab, Alloh ularga guldek makon berganligi uchun Allohga shukr aytdi. Qisqa fursatda İbrahim Yorqin oilasi eng baxtli, eng barakatli oilalarning biriga aylandi. Robiya atigandan kechgacha hovlini obod qilish, oilaning tartiblash ishlari bilan oldirash edi. İbrahim bo'lsa shu yerlik yordamchilarning qo'llashi bilan kichik do'kon ochdi. Oradan yillar o'tdi. Avval Shir Muhammad Bey, keyin Ihson Hakim apandi vafot bo'ldi. Zaman o'zgardi. Odamlar o'zgardi. Yer shari bo'ylab bir shamol chiqqandek bo'lgan edi. Go'yo u shamol qaysi insonning tinini silab o'tsa, o'sha inson rohat farog'atning quliga aylandi. Rohat farog'at eng cho'ng qutuqqa aylandi. İnsoniyat qiziq tomoshalarni, yaqinlik ohanglarni, maqtash va faxrlanishni, lazzat va huzurni, kelishgan qadda qomat va go'zal chehrlarni, havoyi havas va tugumas o'yin tomoshaning jalbkori bo'lib qoldi. Hayot ana shu talab ustiga qurilishga boshlandi. Maqsadlar, niyatlar faqat shu manzillarga qanot qoqdi. O'tmishning ruhaniyat olamidagi saqliq irsiyatini saqlagan yıldızlar sundirildi. Zemin hayotligining tumuri qurib, shamol o'ynab yurgan qoqshal daraxt qiyofatiga kirdi. Hamma yangi rang izlaydi, yangi shakl izlaydi. Ko'na ranglar zirkishlik, qadimki shakllar keraksizdek go'yo. Rang va shakllar ahamiyatga aylandi. Uning ichi unutildi. Harakatlar ma'nodan, so'zlar haqiqatdan ayrildi. Zaman ana shundoq o'zgardi. Ajdodlar orzusini avlodlar qadrsizlantirdi. Ajdodlar yo'ldan yengilmadi. Minglagan yo'lni tikan bosdi. Avlodlar top-top bo'lib har tarafga chechildi. Ham o'zlari mengayotgan shu yo'llarning o'zining yo'li ekanligiga tasdiq qilib, bu bizning yo'limiz deb atadi. Biroq bu holni e'tirof etuvchilar ko'p emas edi. Haqiqatan hamma shu zamonning asari. Undan tashqari nafas olmag'ach pokiz havoni tunishi mumkinmi? İbrahim Yorqinning uyi kengaydi. U turmushda duch kelayotgan har bir yangiliklarni teriga xotirlatmoqda. Odamlarning oldirab qayerga chepishlariga qarab, ko'z oldidagi bo'layotgan dunyo o'zgarishlarini ko'rib, ham dunyoning har xil xabarlarini anglab, insoniyatga nihoyat cho'ng bir ofatning yaqin qolganini sezatdi. Bu albatta ofat emas, haqiqat edi. Qalblarni o'ltirib, mehr, muhabbat ko'tarib yetadigan, barcha qalblarni faqat o'zini o'ylaydigan shaxsiyat zindoniga qamaydigan ofat edi. İbrahim Yorqin ruhoniy o'tmishning eng oxirgi vakili edi. U farzandlariga o'zi ko'rayotgan haqiqatlarni anglatishga tirishdi. Ko'p tirishdi. Ammo tuyuqsiz angladiki, jon jigar farzandi go'dakligidan ularning ing'iga va qalbiga boshqa tuyg'ular kirib bo'ldi. İbrahim Yorqinning ochiq keldi. Keyingisi, ya'ni Abdullah Yorqin yangi sohaga, kompyuter ilmiga qiziqdi. Keyin 4 nafar qiz farzand ko'rgan edi.
Ularning biri doktor, biri muallim, qolganlari oila ayoli bo'ldi. O'tmishdagi dard yuki va shon sharaf qayg'usi Abdullohning yelkasiga ortilgan edi. Biroq u buni bilmaydi. Uning qalbi to'rida lovuldab turgan bir volqon yushiringan edi. Bu volqon etilsa, u egisini hammadan avval ko'ydirishi muqarrar edi. Ana shu muqarrar hodisa Abdullah Yorqin Urumchiga borganida sodir bo'ldi. Bu paytda kelib Ibrohim Yorqinning yashi 60 ga yetgan. Abdullah uylanib bir o'g'il ko'rib, uni cho'ng bovisining ismi bilan Qilichbek deb chaqirgan edi. Xitoyda Sharqiy Turkistondagi voqealar yer yuzi bo'ylab tarqalayotgan paytda Abdullah Yorqin Urumchiga berishni otasiga aytdi. "Nima qilsa u yerda bolam?" deb so'radi ota. "Uyg'urlar uchun ta'lim dasturi ishlab chiqdik. U yerdan bu dasturga munosiblar tanlandi. Keyin meni taklif qilishdi, doktorlik uchun." Sababini izohladi Abdullah. İbrahim Yorqin cho'nqur uyg'ib qotdi va dedi: "Xalqimiz hozir qulluqda yashamoqda o'g'lim. Qul bo'lgan xalqning ichidagi munosiblar rag'bat va imkoniyatdan mahrumdir. Sana o joylarda ziyon yetishdan qo'rqaman" deb o'zining ansirishidagi sababni bayon qildi. "Ruxsat bersangiz dada, yurtga borsam, Xotan, Yerkent, Qashqarni ziyorat qilsam, qalbimni nimadir shu tuproqlarga tortidi" dedi Abdullah. "Bolam, aşu talla sensiz ham tutar edi" dedi İbrahim Yorqin o'g'lini avatkisi kelmay. "Zulm makoniga kirishingga bu sabab arzimaydi." Abdullah unimadi. Uyg'ur yurtiga berish istigi uni undayotganligini otasi sezdi-da, "Noiloj mayli. Bakla borg'on kapti. Berib kel. Allohning panohida bo'l" dedi. Abdullahning yuzi kuldi. Astoydil tayyorlik qildi. Bir haftadan keyin otasidan duo oldi. Keyin ayoli Rohila bilan xo'shlashdi. O'g'li Qilichbekni ko'tarib peshonasiga so'ydi. U 10 kunda qaytish kerak edi. Shuning uchun safarini hammaga bildirmadi. Bu safar uzun yillarga suzilmoqdan ota-onasini, oilasini bu kunlarni cho'nqur mung ichida eslashdan u bexabar edi. Haqiqatan Abdullah Yorqin Uyg'ur diyoriga uchib bordi. Ona yurt diyorida bir oz hayajonga tushdi. Har xil ma'lumotlar uning tasavvur dunyosida vatan ahvolini mujmal holga keltirgan edi. Yo'lovchilarning xotirjam chehralaridan Xitoy tarafga yaqinlashgan sari ansiravatganligini Abdullah Yorqin sezdi. Kulib turgan ko'zlar mayuslandi. O'zligidan boshlar egildi. Odamlar xiyolga cho'mdi. Yuzlardagi ansizlik quyuqlashib ko'payib ketgandek turadi. 30 yil bu makonlardan yiroqda suv ichgan, go'daklikda qarindoshlar o'lkasiga taqdir elib kelgan bir farzand bo'lib, Abdullah bu holdan ajablandi. Haqiqatan u haqsizlik ta'mini tortqani yo'q. Haqiqatan u zulm changirida hargiz ingrab ko'z yosh to'kkan emas. Ezilmagan va mazlumning qandoq bo'ladiganligini, zulm tortib boqmagan inson qayerdan bilsin? Holatini tahlil qilishga ulgurmay Abdullah o'zini aeroplan eshiklari yanada ko'rdi. Dimiqiga Urumchi hidi urildi. Yo'lovchilar oldirab nimalarnidir qo'rqqandek palam-paydan tushadi. Abdullah ham ularning bu holatini ko'rib g'ayrilik his qilib ixtiyorsiz tizlashdi. Tizlashdi-yu, bizni hech kim qo'g'lamabdi-ku degan xiyol kallasiga keldi. Aeroplan maydoni Natun shaharni eslatdi. Hech kimning hech kim bilan kori yo'q. Yuk taq to'shib jon boqadigan odamlar bo'lsa, harvalarni so'rab yuguradi. Xitoycha varqirash, jarqirashlar quloqni anglanatdi. Abdullahning xiyolini egallab olgan narsa insonlarning yuzlari edi. Barchaning qiyofati bir xil, lekin diqqat qilsangiz undaq emas. Kimdir egiz, kimdir pakat, kimdir qora ko'z, kimdir ko'k ko'z, kimdir qirg'iz qapoq, kimdir yapaloq burun, kimdir qonshorliq burun, birsi suzunchoq, birsi yumuloq yuz. Ba'zilar soqolliq, ba'zilar ko'sa. Ularni bir xil ko'rsatgan umumiy sifat qon-qonga, zehnu zehniyatga, jon ruhga, aql qalbga singib o'rnashib ketgan qo'rqinish hamda tabiiylik edi. Bu mung o'zlarida yoshirin bo'lib, biroq Abdullahga o'xshash hurriyatlik o'lkadan kelgan har qanday odamga yaxshi hurmat va mehmon do'stlik qiladi. Bu mulk ochiq tutun kabi dimoqni echishtiradi. Hammadan ana shu tutun tarilib atrofni qoplagan. Abdullahning qarshisida pechat kiyingan yeshi 35-40 yoshlar o'tirisidagi bir odam paydo bo'ldi. Ko'zi qiyiq, jigarang, yuzi yumaloq, soqoli tushirilgan, kostyum shim kiygan odamning Uyg'ur ekanligi aniq edi. "Assalomu alaykum, xush keldingiz, mehmon" dedi. Abdullahga mamnun qo'l sunib, "Ismim Sharifim Mayinxon Satim. Uyg'ur yoshlar tashkilotining yetakchisiman. Kommunistik partiya a'zosiman, ya'ni kommunistman.
Partiyamiz rahbari ko'rsatgan yo'ldan mengib kelyapman. Sizni kutib menga buyurilgan. Siz Turkiyalik Abdullah Yarqin, qadim Uyg'ur diyoriga xush keldingiz. Abdullah uning oldiga chiqadigan mehmon haqida ogohlantirilgan edi. Gerçi Abdullah Mayimxonning xushchaqchaqligidan qalbida o'ylaganlarini sezdirmadi. Chunki uning bu mehribonlik bak saxta bilindi. Mayimxon tinimsiz gap qildi. Xuddi Abdullahning diqqatini boshqa narsalardan burmoqchidek qiladi. Ular aerodromdan ketdi, ammo shahar yo'liga chiqishdi. Mayimxon, siz yoshlarimiz ichidan iqtidorlilarni tanlab chiqishingizga ishonchim komil. Abdullah Mayimxonga bosh langishtirib ma'qul degandek o'ltirsimi uning gaplaridan zirqib ketgan edi. Universitetda o'zini bozorga soladigan nachar yoshlar bor edi. Hammaga yaxshi ko'rinishni o'ylaydigan bir toifadan Abdullahning doim ko'ngli yerim bo'ladi. Mayimxon ashu yoshlardan ham eshib tushdi. Kommunistlar yig'inida munbarga yepishib olgan boysafa notiqlarning hammasiga xos holat edi bu. Ular odatda mangasiga qo'yilib ketgan yasalma g'oyibi jumlalar bilan boshni og'ritib yuradi. Mayimxon kommunistik jamiyat qurayotgan siyosatning eng ko'p uchraydigan vakillaridan biri edi. Ular o'ydirib chiqqan hamma qonunlarga rioya qiladi. Ana shu qilmishlar uchun hamma to'shikka sig'ib ketadi. مسلمانم پاسدار این دینم یاور ضعیفانم عاشق qalbingizni tuting. Ikki eg'iz dardim bor. Bugun mohiyatga qaytish fursati keldi. Millat o'zini tunishga intiladi ekan, albatta Allohni tunishga majbur. هر جوان این سنگر عزم کفر شکن دارد از مسافشان دشمن لرزه در بدن دارد. Men bugun o'z hikoyamni nihoyat ilgaridan boshlab so'zlab beraman. Bu hikoyada Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati yiqilgandan keyin Xitoy bosqinchilarining vatanimizga bostirib kelib Uyg'ur musulmonlarga qilgan zulmlari, shu uchirgan zulmda qechib hijrat qilish uchun Qirg'iziston, Tojikiston, Eron qatorliq davlatlarni piyoda minib Turkiyaga yetib kelish hikoyasi. Turkiyada islomiy bilimlarni olgandan keyin Sharqiy Turkistonga qaytish, u yerga borgandan keyin Xitoy bosqinchilarining qiyin qistoqlarga uchrash qatorliq kommunizm abdubasharasi to'liq namoyon qilinadi. صبر کن سلح شورا عاقبت زما گردد. Tikanlik chambar 6-qism. Agar Xitoy qonunlarida axlat yeyish to'g'ri deb yozilsa, albatta xalq ishtiho bilan axlat yeydi. Ularda shaxsiy ko'z qarash mavjud emas. Hatto odatdagi ishchilarmi cho'ng rahbarlarga taqlid qilib kiyinishadi. Masalan, oyoq, kostyum va ishdan norangi, galstukning ko'rinishi, chechini qaysi tarafga yotqizib tarish qatorliqlarda ham agishidi. Abdullahga bundoq madaniyat yot edi. Chunki u kelgan o'lkada kommunizmning qo'sh tirnoq ichidagi hayot kechirmishi yo'q edi. Dindan yiroq bo'lishdek qo'sh tirnoq ichidagi taraqqiy parvar g'oyalar Turkiyadagi ba'zi odamlarning eng cho'ng g'oyasi bo'lsa-mu, fazilatli odamlardagi dinning samimiyati hali ham namoyon qilinadi. Abdullah Mayimxonning voysashlariga bosh langishtirgan bo'lsa-mu, xiyollari boshqa joylarda edi. Abdullah yo'lning qaysi bir yeridagi ustiga selingan murakkab ko'riklardan o'tganida uning loyihalanishini maqtab mangdi. Buningdan Mayimxon ilhomlanib izohlashga boshladi. Buningga o'xshash ko'riklar buyuk davlatimizning qudratining bir qismi xolos. Yo'l boshchimizning yetaklashida kommunistik partiya millatning ijodiyati orqali qo'lga keltirgan bundoq taraqqiyotlarni sanab bo'lg'ili bo'lmaydi, dedi.
Kommunistlarning ijodkorligi haqidagi hayajonli qissalardan Abdullahning qo'liqi bearam bo'lgan holda shahar markaziga kirdi. Mehmonning uning gaplarini anglashga qiziqmaganligini his qilgan Moyinxon asta jimib qoldi. Mashina shahar markaziy ko'chalarida ketayotgan edi. Har xil binolar, harakatlik yozma taxtalar, shakl berilgan daraxtlar ko'chaga husn qo'shgan edi. Xitoycha va inglizcha yozilgan e'lon taxtalarining ko'pligi odamlarning ham yurish turishda rasmiy shaklda Yevropacha bo'lishga talpinayotganligini Abdullah yaxshi bilib yetdi. Sizdan bir narsa so'rasam bo'lamdi, Moyinxon, dedi Abdullah. Gap qilolmay mayus o'ltirgan Moyinxon mehmonning murojaatidan shodlanib ketdi. Nima talabingiz bor, mehmon? Talabingizni bijondil o'rindaymiz. Bir savolim bor edi. Men namoz o'qiyman. Boradigan joylarimizda ibodatga sharoit bormi? Moyinxon namoz, ibodat so'zlaridan g'ayrilik his qildi. Lekin tezda javob berdi. Kommunistik partiya har qanday dindan voz kechgan. Xudo haqidagi gaplaringizga hatto men mo'shandayman. Biroq mehmonimiz dinga moyil bo'lsa, bemalol namoz o'qishi, cho'qinib yukinishi o'z ixtiyori bo'yicha bo'ladi, dedi. Moyinxon bu gaplarni kulimsirab aytdi. Bu hol Abdullahga og'ir keldi. Nahaydi keskin va ovozi titragan holda. Dinga bundoq hurmatsizlik qilma, dedi Abdullah. Moyinxon mehmonni tinchlantirishga oldirib, "Kechiring aziz mehmon, bu haqorat emas, ochiqlanma. Kommunistik partiya insoniyat engining eng yuksak kashfiyoti va nuqsonsiz uftuqidir. Aslida bu din odamlarning aqli topgan tepilmalardan biri. Kommunizm insonlarni ongliq bo'lishga chaqiradi. Ongliq bo'lishni tanlasak din haqidagi tanqidiy fikrimizdan siz nima uchun ochiqlanasiz, mehmon? Hamma dinlarda radikalizm bor. Bo'libmi islomda kuchlik. Musulmonlarning hammasida radikallik unsurlari bor. Mehmon, men din haqida tanqid qilyapman. Sizning shaxsiyatingiz haqida emas. Demak, ranjishingizdan hojati yo'q. Keling, hamma narsani mana mushundoq ongliq hal qilamiz, dedi. Abdullah Moyinxonning o'zi o'ylaganda gul emasligini tushundi. Moyinxon aslida kommunist va jahiliyat g'oyalarini o'ziga cho'nqur singdirgan noinsof mutaxassis edi. Uning oldida ochiqlanish ojizlikni ifodalab qo'yadi. Abdullah ichida takror "Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh" deb o'zini besishga urindi va ajoyib mantiqida bu deb masxarlik kulib qo'ydi. Va to'g'ri aytasiz. Har bir masalaga haqiqat bilan qarasak, siz islom dinining haqiqiy ilohiy dasturi ekanligini rad qilyapsiz. Bu fikringiz sababli ochiqlanayotgan musulmonni radikal deb atayapsiz. Shundaqmi? Shundoq, deb javob berdi Moyinxon mamnun bo'lgan holda. Dindorlik va tajovuzkorlik hamisha yonma-yon yuriydi. Dindan qutulish hamma yovuzlikdan qutulish deganlikdir, dedi. Bunaqa qarang, shuningga ham aqlim yetmagan ekan. G'azablandi Abdullah. Kommunizmning ahmoqona g'oyalarini insonlar uchun ziyonli deb o'ylasam va aytsam, buningdan g'azablanmang. Aksicha siz ham o'z mantiqingizga qarata radikalizmni chiroyingizga chiqarasiz. Kommunistlar radikal emas mundaqda. Shu hamon Moyinxonning chiroyi o'zgardi. Siz buyuk kommunizm haqida bundoq deyolmaysiz, dedi. Kechiring, g'azablanmang, radikal bo'lmang. Kommunizmni siz islomni rad qilgandek rad qilib, siz g'azablanganga o'xshash g'azablanaman. Biroq siz musulmonlar g'azablangan kabi g'azablanmang. Bu radikalizmga aylanib qoladi, dedi Abdullah. Moyinxon livini tishladi, lekin tezla o'ziga keldi. Tilingizni yig'ib oling, mehmon. Siz kommunistik davlatda turyapsiz, dedi ishorat qilib. Tahdid qilyapsiz, deb so'radi Abdullah. Hamma mehmonlarni tahdid bilan kutib olamsizlar. Siz Turkiyaliksiz, mehmon, dedi Moyinxon. Biroq Uyg'ursiz. Turkiya vatandoshi bo'lsangizmi Uyg'ursiz. Bu sizni buyuk kommunistik Xitoy davlatiga bog'lab qo'yalaydi. Kechiring, deb g'azablandi Abdullah. Men hozir Istanbulga qaytaman. Menga qilingan bu tahdid sababli barcha to'xtamlarni bekor qilaman. Meni Oyjurimga qaytiring. Bu keskin qarorni anglab Moyinxon o'zini yo'qotgandek bo'ldi. O'zingizni bilsam, mehmon, uzr, dedi muloyimlashib. To'xtamni amalga oshirish kerak. Odatda bundoq suhbatda buningga o'xshash gaplarning bo'lishi tabiiy emasmi? Men ham chaqchaq qildim, deb qahqah qilib kuldi. U shundoq kuldiki, ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Abdullah uning haqiqatan chaqchaq qilganligiga ishonib qoldi. "Aplo mehmon",
deb kular edi tizig'i urib kulib turib. Arzimas gaplarga xafa bo'lmang. Siz bu yerda buyuk kommunizm himoyasida. Bir tal chechingiz ham to'kilmaydi. Bizdan qat'iy andish qilmang. Mana manzilga yaqinlashib qoldik. Mangulik do'stlik mehmonxonasi sizning xizmatingizda bo'ladi. Ular mashinadan tushdi. 9 qavatlik bino oldiga xitoycha yozilgan formuluq qo'riqchilar, kirgan chiqqanlar ko'p. Mehmonlar chiqish eg'izining bir teshkidan xizmatchi yugurib keldi va Moyinxonga ta'zim qildi. Ondan xitoychilab bir nimalarni dedi. Moyinxon mashinaning yuk xonasiga ishorat qilib, yuklarni ol deb buyurdi. Xizmatchi shunday qildi. Mehmonxonaning qiblagohi keng, yo'ruq, ozoda, zinnatlarning rangi haddidan tashqari qizildan ko'p edi. Yumshoq o'rindiqlar, muomalasi yaxshi kutkichilar kelganlarga ochqish berib uzatishidi, maslahat berdi. 5-qavatdagi 21-ayrimxona oldin buyurilgan, dedi Moyinxon xizmatchilardan biriga. Xo'sh keldingiz, dedi xizmatchi xodim Uyg'urcha ovozda. Ondan kompyuterga qarab buyurtmani topdi. Ha, mana 521-yotoq. Turkiya fuqarosi Abdullah Yorqin uchun tayyorlangan. Marhamat, ochqishni e'lon. Ochqishni elib lipit orqali 5-qavatga chiqdik. Yotoq nihoyatda rohat, ozoda, derazalari shimolga qartilgan, hamma sharoit to'liq edi. Rohat orom eling, dedi Moyinxon mehmon do'stlik bilan. Mana bu telefon nomerim. Zururiyat bo'lsa, telefon qiling. At soat 9da sizni 1-qavatda kutaman. Soat 10da yig'inga boramiz. Safar rasmiyatlaringizdan shu vaqtda beraman. Xayrli kech, dedi. Moyinxon ketdi. Abdullah nihoyatda charchaganligini his qildi. Beshig'i hari kirib olgandek g'ung'uldaydi. Pardani ochdi. Shaharning o'zgacha qiyofati namoyon bo'ldi. Quyosh kun petish tarafga mengayotgan. Abdullah telefonning raqamini bosdi va telefonni Istanbulga ulab bering, dedi. Va uyning raqamini aytdi. 2 qatimliq qo'ng'iroq ovozidan keyin kimdir telefon korobkasini oldi. Qarshi tarafdan otasining ovozi anglandi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abdullah senmi bu, o'g'lim? Ha, men dada, men Abdullah. Hozir men Urumchida. Mehmonxonaga o'rlashtirdi. Hammasi yaxshi, alhamdulillah. Ota-bola birdan paranglashgandan keyin xo'shlashdi. Atsi Abdullah bomdodga uxlab qoldi. Uyg'onganda kun chiqib ketgan edi. Tizdan oldirab tahorat oldi. Bomdod o'qidi, biroq ko'ngli beoromlik ichida edi. Nashtadan keyin lifit bilan pastga tushdi. Cho'ng zalda odamlar nihoyat oz edi. Balkim kishilar uxlayotgan bo'lsa kerak. Abdullah yumshoq o'rindiqlardan birida o'tirdi. Ustalga tashlab qo'yilgan gazetlardan birini oldi. Gazet Uyg'urcha va Xitoycha bo'lib, birinchi betida qizil sahnada Xitoy raisi so'lat bilan turibdi. Yanada daftar tutib beshi egilgan bir necha kishi. Xuddi eng muhim ishlari raisning nutqini yozishdan iboratdek turishibdi. Abdullahga bu ish boshqacha tuyulish kerak edi. Biroq Urumchi havosi uning o'pkisiga kirib, qanig'i singib ulgurganligi uchunmi nemishqidir ajablanmadi. Go'yo shundoq bo'lish kerak degan axborot uning mengisiga burundan qo'yib qo'yilgan edi. Tuyuqsiz bir varqirgan ovozdan Abdullahning beshidan bir qush uchib ketdi. Boshqarish ustuli oldida bir Xitoy yosh bir xizmatchini tepib varqirayotdi. Abdullah hayron qoldi. Xizmatchiga bak qattiq tepdimikin, muhchib haqildab qoldi. Abdullah ularning oldiga yugurdi. U Xitoy yerda yotgan kishining yuziga desimakchi bo'lib putini ko'targan edi. Abdullah uni ittirib etdi. Bu yerda odam bak ko'p edi. Biroq ko'pchilik hech ish bo'lmagandek qarab turardi. Abdullahning u kishini qo'g'dimoqchi bo'lib, itlig'ini ko'rib hamma odamlar qetib qoldi. Kutilmaganda yiqilgan Xitoy o'rnidan turib keldi-da, Abdullahning ko'ziga bir musht soldi. Abdullahning ko'zidan o't chaqnadi. G'azbi mangisini qaynatdi. Abdullah o'zini tutolmadi. Bari kuchi bilan Xitoyning enkiga mush bilan urdi. Xitoy g'iq qilib ovoz chiqardi-da, yerga yiqildi va beshi tomning girviga tegib yerilib qon chiqdi. Mehmonxonada qiyomat bo'lgandek shovqin ko'tarildi. Saqchi mashinasi yetib keldi. Kirish-chiqish eshiklari to'sib etildi. Kalta kiyingan xizmatchining chiroyi tayoqning zarbasidan oppoq edi. Abdullah urgan Xitoyni jiddiy qutqizish mashinasi elib ketdi. Abdullah Yorqin bu voqealarni o'ngida ko'rdimi yoki tushida ko'rdimi bilolmayli qoldi. Jiddiy qutqizish mashinasining ovozi va mehmonxonaning halokat qo'ng'iroqining shovqini atrofni bir oldi. Abdullahni yotqizib, qo'llarini qayrib, kishan soldi va putini yerga tekkizmasdan atrofi tumur bilan o'ralgan mashinaga soldi. Abdullah o'zini tutib olganlarni ko'rmoqchi bo'lib, beshini ko'targan edi. Tuyuqsiz beshiga kelgan zarba uni hushidan ketkizdi.
U ko'zini ochib, oldi tarafida temir reshetka, bir tarafida qalin temirlik eshik, bir tarafida kalladek temirga bog'langan uyda o'zining yotganligini ko'rdi. Kishilarni elib etibdi, biroq bilaklari og'riyotdi. Uy uzunisiga 4 metr, kengligi 1,5 metr, egizligi 6 qadam chiqsa kerak. Yotoqchi qorong'u. Eshikning usti tarafida quva chiroq. Eshikning so'l tarafida hojat uchun bir cho'nqur yer ko'loqliq. Uningdan burg'ulaç ustida suv oqadigan temir jo'mak. Ammo suvni ichish uchun buraydigan quloq ko'rinmaydi. Uyning so'l tarafidagi tamoq o'rinlashtirilgan 2 qavatlik 2 temir karvat, bo'sh tarafini belib olish uchun bir tarafi sal qoyirib etilgan, ustiga chiqish uchun shotoga o'xshab 2 tal 3 burjaklik temir o'rinlashtirilgan. Bu o'rinda 4 kishining yetishi mumkin. Biroq u o'rinda na ko'rpa, na boshqa narsa yo'q edi. Abdullah o'rnidan turdi. Og'izi qurib ketdi. Beshi bilinmas qiyvatdi. Eshikka yaqinlashdi. Hojatxona tushkidan chiqqan g'ayri puroqdan seskandi. Eshikni taqildatdi. Hech kim javob bermadi. Abdullah hayron bo'ldi. Eshikka yo'landi. Eshikning o'tirsida 4 burjaklik ko'znak bor edi. Ehtimol shu ochilsa kerak. Abdullah o'zining naqadar echinishli ahvolda qolganligini his qildi. Hojatxonaga qaradi-da, boshqa amal yo'qligini bildi. Hamda o'ltirgan edi. Tashqarida xitoycha varang-churung ovozlar anglandi. Cho'chib ketib, ishtinini yuqoriga ko'tarib tezla turdi-yu, "Ah" deb qoldi. 2 kassasi ustidagi umrutqi so'ngakni hojat to'shiki to'pisidagi chiqib qolgan ushluq temir tilivatgan edi. Og'riq uning so'ngaklargacha o'tib ketdi. "Ah" deb temir ustida o'ltirib qoldi. Jarohatlangan o'rinni qo'li bilan tutib oldi. Barmoqi nablanib, yumshoq go'shga tegdi. Shuning bilan oldirab qaradi. Umrutqi so'ngakining yeni qanagan edi. Ussizlikdan ham zahardek ochiq og'riqdan o'zini yo'qotib qo'ygan edi. Xitoycha ovozlar eshikka yaqinlashib keldi. Sharoq-shuruq ovozlar anglandi. Qulupga ochiq selingandek qildi. Eshikning eg'ir g'ichirlagan ovozi bilan tang eshik qiya ochildi. Gundubay Xitoyning qalpoqliq beshi ko'rindi. U Uyg'urcha buyruq qildi. "Chiq, tez bo'l." Tishini ching tishlab og'riqni yengandek bo'ldi-da, Abdullah eshikka qarab mangdi. Chiqishi bilan yana buyruq qildi. "Yengishma, beshingni ko'tarma." Abdullah ya buyruqni anglamadi yoki tantirab qoldi. Beshini ixtiyorsiz ko'tarib, "Ha" dedi-yu, dumbisiga tekkan Gundupayning tayiqi zarbasidan yerga tizlanib qoldi. Ikkinchi zarba bo'yniga tushib, uni yiqib. Bayqi Xitoy chiroy Abdullahning yoqasidan das ko'tarib tamg'a tirab turib shivirladi. "Menga qara, engish. Beshingni ko'tarmay yur, maymun." Gundupayning ichidan o'likning puruqidek sesiq puroq keladi. Abdullah o'zi xolamayli seskinib yuzini purishtirdi. "Nimaga yuzingni purishtirasan, to'ng'iz?" Gundupay tayiqini ishq soldi. Abdullah tugilib oldi. "O'rningdan tur. Tur deyapman. Tur. Tüp-tüz tur." Abdullah o'rnidan turmasa kaltak to'xtamaydiganligini bildi. Bir amal qilib o'rnidan turib, yengishgan peti ishtirgan tarafga qarab mangdi. "Nemishqa qo'lingni tushirsan? Qo'lingni orqaga qil, ahmoq." Abdullah 2 qo'li orqada mengishni davom qildi. Qizitmasi o'rlab, ko'zi hech narsani ko'rmay qoldi. U shu mengishda berib, beshi ishxona bilan turma yotoqlarini ayirib turadigan po'lat reshatkaga urilib, orqasiga dojib yiqildi. Yiqilibli beshini changalladi. Gundupaylarning navbatchilik uyiga qamab qo'yildi. Bayana varqirdi. Abdullah ansizlikdan yana o'rnidan turdi. Xitoy chiroy keyin yana yugurib kelib varqirdi. "Tamg'a o'rlib engish." Abdullah tamg'a yuzini qaritib engishdi. O'tirdagi reshatka eshik ochildi. Bir oz mong'andan keyin qora temir eshik oldida to'xtadi. Gundupay eshikni qiya ochib, "Balkim Xitoycha ruxsat so'rgan bo'lsa kerak. Abdullahga ichiga kir" dedi. Abdullah xudiksirab, yelkisini qisib ichiga kirdi. Uy cho'ng edi. O'tirdi uzun ustalning to'rida bir kishi. Ustalning yanida 3 kishi o'ltirdi. Abdullah ularning qarshi tarafida qo'lini orqasiga qilib, tushuniksiz bir holda turib qoldi. "Xitoy fuqarosini urdingiz, beshini yerdingiz. Qani aşı jasorat?" Savol so'rgan ovoz bakma tonish edi. Abdullah ko'zlariga ishonmay qoldi. O'ltirganlarning biri Mayunxon Sotim edi. "Mayunxon?" Abdullah g'ayri ovozda vaqirab soldi. "Mahbus, o'zingizni tutib oling." Mayunxonning so'zlari nihoyat keskin, buyruq ham siyosatchidek talaffuzda chiqadi.
Siz tünügün kommunistik partiyani haqoratladingiz. İslam terrorchilarini bo'lsa maqtab da'vat qildingiz. Bu jinoyat jazolanishi shart, dedi. Abdullahning tili tutildi. Tünügün deganlarning badli shu qadar qimmatmidi? Ömrü ve janiga taqashqidek so'zlarni deganmidi? O'ltirganlardan ikkisining Xitoy millatiga mansub ekanligi ko'rinib turibdi. İki Uyg'urning biri Maymunxon, biri natunish. Qani tunishib olayli. Abdullah Yarqin janoblari, dedi ana shu natunish. Oldimizda ikki yo'l bor. Uchuq va samimiy suhbat. Bu birinchi yo'l. Abdullah tamuqi qurib tukurikini yutdi. Kaltaklangan putlari va umurtqisi og'ridi. Natunish odam Abdullahga qutidan bir stakan suv quydi. Ham erinib so'z boshladi. Birinchi yo'lni tanlasak, uningda xotirjamlik, xavfsizlik, aminiyat bor. Aminiyat arabcha so'zmi? Siz islomcha, Türk sistemasidagi odamlar arabcha so'zlarni so'zlaysizlar-ku. Aminiyat. Asosliq gap ozgina vaqt qolmaymiz. Yaxshi qamoqqa avatimiz. Hamkorligimiz davomlasa balki jazoni tugitib qamoqdan chiqishga nisb bo'ladi albatta. Abdullah so'roqning yanada o'zlarining so'zini to'g'riga chiqarish ustida ketayotganligiga mutlaq ishondi. Biroq so'roqchi uningdan nimani kutyotdi? Endi ikkinchi yo'lni tushundirmay, dedi natunish. Bu jahannamga o'tadigan yo'l. Musulmon jahannamga ishinisizlar-ku, to'g'rimi? Abdullah sual Maidaning nima ekanligiga hayron bo'lib qoldi. Jahannamga ishinamsiz? Yana do'zax bormi? Dedi natunish. Albatta bor, javob berdi Abdullah. Ammo jahannamga kirib chiqqanlar bormi? Ko'zini tikdi so'roqchi. Yo'q. Demak do'zax yo'q narsa, to'g'rimi?